Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Ovozim eshitilyaptimi? Ko'rinyapmanmi? Mana mikrofon mana ekan, shu yerda ekan. Bir. Ovozim eshitilyaptimi? Ko'rinyapmanmi? Ha, ovozim eshitilayotgan bo'lsa, ha deb yozib yuborsanglar yoki plus deb yozib yuborsanglar bo'ladi. Xudo xolisa boshlaymiz. Bugungi master klassimiz super xotira deb nomlanadi, xudo xolisa. Plus bosib yuborsanglar bo'ldi. Eshitilyapmanmi, ko'rinyapmanmi? Xudo xolisa. Xo'p, demak, hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Bo'ldi, pluslar ketdi. Bugun judayam muhim mavzularni ko'tarmoqchiman. Xudo xohlasa, taxminan bir 2 soat vaqtinglarni olaman va ko'pchilikga surprizim bor. Xudo xohlasa sizlarga yoqib tushadigan narsa bo'ladi. Endi asosiy masala nimadan iborat? Kommentga o'zingiz javob berib tursanglar bo'ladi. Kimdir ko'rinmayapti, u bu deydigan bo'lsa, katta ehtimol telefonidan bizdan emas, sabab qolganlar ko'rib turibdi. Asosiy masala nimadan iborat? Men nazarimda bugun biz dangasalikka ham xudo xolisa ozgina sho'ng'iymiz. Ya'ni men bugun sizlarga ayrim etaplarni gapirib beraman va fikrlash haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, boshlaymiz. Slayd olib chiqib beringlar yigitlar. Demak, bugun dangasani yengish va xotirani rivojlantirish haqida gaplashamiz. Demak, bugun nimalarni o'rganamiz? Yangi narsalarni o'rganishga xalaqit beradigan bloklar. Til o'rganishga, pul topishni o'rganishga, biznes boshlashga, любой narsada turli xil bloklar bor hayolimizda. Ya'ni blok deganda bizga kerak emas, bizga xalaqit beradigan turli xil fikrlar haqida gap ketyapti. Shu fikrlarni qanday qilib yengish mumkinligi haqida to'xtalib o'tamiz. Undan keyin reallik qatlamlar haqida gaplashamiz. Ayrim qatlamlar bor. Real dunyo bor, O'sha real dunyoda ayrim qatlamlar bor. Shu qatlamlar haqida gaplashamiz. Frame usuli orqali xotirani rivojlantirishni o'rgataman. Qanday qilib muhit bizga ta'sir o'tkazish mumkinligini aytib beraman. Super yangilik bor, sizlarga yoqib tushadigan yangilik bor, xudo xolisa, va qanday qilib super odamga aylanish mumkinligi haqida, u super odam nimaligi haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz. Endi tashkiliy ayrim momentda 30 soniya farq bor, jonli efir to'xtatish mumkin emas, zapis bo'lmaydi, moderatorlar chat nazorat qiladi imkon qadar. Master klass davomiyligi 2 soat atrofida bo'ladi va meni Instagramda belgilashingiz mumkin. Men Instagramda Davronbek Turdiyev profilimni belgilasangiz, yo'q deganda kamida o'zim kirib, xudo xolisa like bosib chiqib ketaman. Jonli efir oxirigacha o'tirganlarga alohida sovg'a bor, maxsus video darslik, quyidagicha darslik bo'ladi. Prokrastinatsiya darsi, ya'ni dangasalik yengish haqida alohida dars. Menimcha bu darsni, aynan mana shu darsni biz hech qayerda sovg'a qilib hech kimga bermaganmiz. Xo'p, endi meni birinchi marta ko'rayotganlar bir bosinglar. Xudo xolisa, men sekin tushuntirib beraman o'zim kimman, nima masala va darsga o'tib ketamiz. Bugun mavzular ko'p. Bugun bloklar haqida xususan gaplashamiz, chunki fikrlash bloklari eng asosiy muammolardan biri. Eslab qolishda hatto. Ya'ni eslab qolish bu boksga o'xshagan narsa, hech qanaqa muammo yo'q. Siz bitta texnikani olasiz, shu texnikani ishlatasiz va oqibatda natija olasiz. Lekin shuni ham qila olmaydi odamlar ko'pchilik. Nimaga? Sababi ma'mitimizda qanaqadir bizga dushman bo'lgan fikrlarimiz bor. Xo'p, demak, birga ketdi, rahmat. Demak, men ismim Davronbek Turdiyev. Yoshim 34, 35 ga kiraman. Supermail loyihasining asoschisiman. Oxirgi 5 yilda 50 mingtadan ko'proq inson mana o'sha onlayn kurslarimni o'qidi. 8 yildan beri dars beraman. O'zim 13 yildan beri bu narsa bilan shug'ullanaman. 3 ta kitob yozdim. Hammasi men haqida, hammasi eslab qolish haqida. Va 13 yildan beri aytganimdek, 2013-yildan beri eslab qolish bilan shug'ullanaman, xudo xolisa. O'zbekiston Milliy sport federatsiyasi rahbariman va eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchiman. Rossiya rekordini 2018-yilda 14-fevral kuni o'rnatganman. 3250 ta raqamni eslab qolib, bexato aytib bera olganim uchun Rossiya rekordi sifatida bu narsani qabul qilishgan. Va o'sha jarayonda men Rossiya rekordini o'rnatib qaytib kelganimdan keyin men maktabda ishlardim u payt. Tushundimki, ha, demak men tushundim. Meni ishim nimada? Birinchi masala, men odamlarni o'qitish o'rgatish, ya'ni men o'qituvchiman, o'zi kasbim o'qituvchilik. Men 2011-15-yillarda pedagogika fakultetini tamomlaganman. Men diplom bo'yicha o'zi o'qituvchiman va tushundimki, demak, insonlar o'z potensialini oxirigacha ishlatmaydi. Bu narsani qilsa bo'ladi. Shaxsan men eslab qolish boshlaganimdan oldin o'zimni absolyutni tupoy deb o'ylardim, ya'ni ahmoq, kalla ishlamaydi deb o'ylardim o'zimni, lekin unaqa emas ekan. Men bu narsani o'sha shug'ullanish jarayonida tushundim. Katta ehtimol bilan siz ham bu narsani tushuna olasiz. Faqatgina o'z ustingizda ozgina ishlasangiz bo'ldi. Va men tushundimki, demak, har bitta inson o'z miyasini, potensialini
katta qismidan bemalol foydalana oladi. Undan keyin turli xil ko'rsatuvlarga chaqirishdi, jahon chempionatiga bordik va jahon chempionatini 2025-yilda, ya'ni o'tgan yili yutib keldik. Ya'ni dunyodagi eng kuchli metodika aynan bizniki bo'lib chiqdi. Xo'p, demak, qanaqa yangi narsani o'rganishga xalaqit qiladigan fikrlaringiz bor? Chatga yozinglar-chi. Sizda qanaqa fikrlar borki, sizga yangi narsalarni o'rganishga xalaqit beradi? Shu fikrlarni chatga yozinglar-da. O'zingizlarning fikringiz. Men bu xalaqit beradi, bu xalaqit beradi. Yana bir narsa, nima xalaqit beradi sizlarga? Yangi narsani o'rganishga. Til o'rganishga misol uchun yoki deylik, pul topish o'rganishga yoki deylik, biznes o'rganishga va hokazo. Istalgan narsani o'rganish jarayonida sizga qanaqa xalaqit beradigan fikrlaringiz bor sizning? O'xshamasachi fikr, keyinga qoldiraman, dangasalik, juda qiyin qila olmayman degan fikr. Xo'p. O'xshamasachi dangasalik, ishonchsizlik, confidence yo'qlik yoki ishonchsizlik yo'qligi ishim xalaqit beradi. Instagram, telefon, dangasalik, ya ленивый deyishibdi. Xotira overthinking, ya'ni ko'p ortiqcha fikrlab olish, asosan ko'pchilikda bir xil patternlar, ya'ni bir xil e'tibor beradigan bo'lsangiz. Xo'p, endi yangi narsalarni o'rganishga xalaqit beradigan ayrim bloklarni ko'rib chiqaylik. Men bir do'stga ishlataman, bir narsani tushuntirib berishga ora-orada. Universal narsa, qarab turinglar. 10 ta blok sanab o'taman, asosiylar. Men psixolog emasman. Lekin biz amaliy psixologiyani ishlatamiz. Ya'ni eslab qolishda, umuman eslab qolish emas, menimcha yuqori natijani qayd qilishda psixologiya, amaliy psixologiya juda ham muhim. Endi birinchi blok binar dunyo. Binary world deydi. Ya'ni bu nima degani? Binar dunyo degani faqat dunyoda yaxshi va yomon narsa bor. Faqat dunyoda ishlaydigan va ishlamaydigan narsa bor. Faqat dunyoda bir narsa yaxshi, bir narsa yomon degan tushuncha bor. Unaqa emas. Va bu fikrlash bizga xalaqit beradi. Nimaga? Tushuntirib beraman. Qaranglar, misol uchun, inson o'ldirish bu juda ham yomon narsa. Insonni o'ldirish, urish, jabr qilish insonga. Bu, misol uchun, men patsifistman. Ya'ni patsifist nima degani? Men insonga ozor yetkazishga mutlaq qarshiman. Misol uchun, men mutlaq hech qachon bir kishini urmaganman. Urushganman ko'chada, lekin meni urushni boshlaganligidan men urushganman. Tushunsan, ya'ni misol uchun yoshligimda ham shu maktab davrida universitetda meni kimdir ursa, keyin men urushardim. Men hech qachon birinchi urmaganman hech kimni va bu narsani yomon deb bilaman. Ammo degan joyi bor, ammo degan joyi bor. Ammo nimadan iborat? Inson urush, insonga ozor yetkazish yomonmi? Yomon. Lekin bu situatsiyaga bog'liq. Agar ko'chada kichkina yosh bolachalarni kimdir urib tashlayotgan bo'lsa, birorta begona inson ichib olib, ularni himoya qilish uchun buni urish to'g'ri ish. Tushunasizlarmi? Ya'ni holat vaziyatga qarab o'zgaradi. Agar sizni xayolingizda mana bu aniq yaxshi, bu aniq yomon va hokazo bo'lsa, demak siz juda ham tor fikrlisiz. Bu logika yo'qligining asosiy sababi. Misol uchun, eslab qolishda, deylik, mana xotirani rivojlantirishga ta'sir qiluvchi faktorlar nechta? U bir dunyo faktor mana borda. Misol uchun, deylik, ya'ni omillarni olaylik. Mana kuchli xotira degan narsani olaylik. Kuchli xotira. Okay. Kuchli xotiraga eng kuchli xotira deb qo'ya qolaylik. Sal tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni dunyoda topda turadigan darajaga xotirangizni olib chiqmoqchi bo'lsangiz, nimalar qilishingiz kerak? Mashg'ulotlar qilishingiz kerak. Mashq. To'g'rimi? Mashqlar juda ham muhimmi? Muhim. Talantingiz bo'lsa yaxshi, bo'lmasa hech narsa qilmaydi. В принципе, lekin bo'lsa yaxshi, talant ham ta'sir qiladi. Qancha? Ya'ni tezroq o'rganasiz. Xo'p, demak, ovqat yeyishingiz. To'g'ri ovqatlansangiz tezroq bo'ladimi? Tezroq bo'ladi. Tem bo'lib dunyodagi eng kuchlilardan biri bo'lmoqchi bo'lsangiz tezroq bo'ladi. Uyqu ta'sir qiladimi? Uyqu ta'sir qiladi. Odatlar ta'sir qiladimi? Zararli, yaxshi, yomon odatlar ta'sir qiladi. Stress ta'sir qiladimi? Stress ta'sir qiladi. Ya'ni ko'plab hozir men yozadigan bo'lsam, ishoning dars oxirigacha yoza olaman. Masala nimada? Bitta natijaga olib keluvchi shunaqa ko'p omillar bo'ladi, lekin odamlar odatda bitta narsaga bog'lab qo'yishadi. Insonlar nima qilishadi? Olishadi-da, tak, mashq qilganim uchun men ham xotiram kuchayib ketadi. Yoki men talantim bor, o'shanga men ham pianinoni zo'r cholaman va hokazo. Qolgan narsaga inobatga olmaymiz. Bu o'rganishda juda ham ko'p xalaqit beruvchi narsa. Nimaga? Sababi siz tor bo'lib qolasiz. Tor fikrlaydigan inson bo'lib qolasiz. Kallangiz ishlamaydi, ahmoq bo'lasiz. Prosta o'sha tikka faqat lazer buqaga o'xshaydi bunaqa insonlar va peshona bilan kelib turib uraveradi, ochilmasa ham uraveradi, o'sha eshikni urib turaveradi. Oqibatda bunaqa odamlar o'tda natija ko'rmaydi.
Shuning uchun tushuningki, holat ko'plab turli xil vaziyatlarga bog'liq. Ko'plab turli xil vaziyatlarga bog'liq. Va binar fikrlashishni maksimal tezroq yig'ishtirishingiz kerak. Ya'ni dunyoda faqat yaxshi yoki faqat yomon yoki faqat oq yoki faqat qora yoki faqat har doim natija beradigan narsa yo'q. Misol uchun mendan so'rashadi, "Aka, mashq qildimda natija olmadim." Xo'p, yaxshi uxlashchi, uchi, buchi, ovqatlanishchi. Misol uchun fitnes zalga chiqyapsizda, mushaklaringiz o'smayapti. Ovqatni kim yeydi? Zalni o'zi hech narsani hal qilib bermaydi. Yoki deylik, siz meni oldimga keldingizda, men sizga shamollashga qarshi dori beraman. Mana deyapman dori. Haligi dorini olyapsizda, lekin ichki kiyimingizda ko'chaga minus 20, minus 15 ta chiqib ketyapsiz. Baribir sovuqqa chiqyapsiz. Dori ta'sir qiladi, dori ta'sir qilmaydi. Dori ta'sir qilmaydi. Xo'p, ikkinchi blok umumiy dunyo. Nima degani umumiy dunyo degani? Hamma narsani umumlashtirish. Hamma narsani umumlashtirish, ya'ni soddalashtirish, umumlashtirish, umumiylashtirish. Men misol qilib keltirib bergan bo'lsam, qachondir kimdir har kun ertalab turib qaymoq bilan non yeganda xotirasi kuchayib ketganda yoki tilni zo'r o'rganganda bo'ldi. Demak, qaymoq bilan non yeyish tilga foydali, xotiraga foydali. Shuni xulosa qilish. Mana shu narsani umumiylashtirish deydi. Ko'pchilikda bor bu narsa. Menimcha bir 95% insonlarda bo'lsa kerak. Taxminan. Aniq statistikani bilmayman, lekin ko'pchilikda bor. Bu nimaga bunaqa qilishadi insonlar? Nimaga bitta holatdan umumiy xulosa chiqarishadi? Sababi juda oddiy, miyani energiyasini ekonom qilishadi. Nimaga? Chunki o'ylash qiyin. O'ylashingiz kerak. O'ylash qiyin, to'g'rimi? Yoqmaydi o'ylash odamlarga, yoqmaydi, o'ylagisi kelmaydi insonlarni. Masala shunda. Shuning uchun o'ylagimiz kelmaydi, o'zimizcha u yoq chopamiz, bu yoq chopamiz. Umuman farqi yo'q. Misol uchun mana mediani oladigan bo'lsangiz ham, Instagramni bir kishi chiqib turib kimdir haqida yomon gapirsa, tamom, odamlar uni hate qiladi. U tomonni kim eshitadi? Misol uchun u tomonni ham eshitish kerak-ku. Buni o'ylamaymiz, buni o'ylashmaydi, umumiylashtirib tashlashadi. Umumiylashtirib tashlashadi. Bunaqa insonning miyasiga ilm kirmaydi. Ishoning, juda ham qiyin masala. Mental filtr. Mental filtr degani har bitta insonning mental constructioni bor. Nima degani mental construction? Mental construction degani mental qurilma. Ya'ni bu odatda biz dunyo qarash deymiz yoki mental qurilma dunyo qarashdan sal murakkabroq narsa. Dunyo qarash deb ataymiz odatda. Qaranglar, dunyo qarash nimadan shakllanadi? Dunyo qarash shakllantiruvchi asosiy faktor bu muhit. Ya'ni sizni qadriyatlaringiz, ehtimol diniy qarashlaringiz, ehtimol yana nimagadir nisbatan sizni munosabatlaringiz sizni atrofingizdagi, yoshligingizdagi muhitdan shakllanib keladi. Ota-onangiz beradi bu narsani yoki maktab beradi bu narsani. Misol uchun deylik, men O'zbekistonda o'sganman. Men xohlamayman, menga O'zbekistonning mentaliteti ta'sir qilgan. Men qaysidir joylarda men baribir shu o'zimiz mentalitet filtrida fikrlayman. Xohlasam ham, xohlamasam ham shu narsani qilaman va deylik, men agar Xitoyda tug'ilganimda men boshqacha mentalitet bilan o'sardim. Meni madaniyatim boshqacha bo'lardi, mentalitetim boshqacha bo'lardi. Ayrim hozir men uchun noto'g'ri bo'lgan narsalar men uchun to'g'ri bo'lardi. Va hokazo. Mana shu mental fikr, ya'ni mental filtr, nimaga unaqa filtr deyiladi? Misol uchun agar odam nimadir qabul qiladigan bo'lsa, miyasiga nimadir qabul qiladigan bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri miyaga bormaydi. Turli xil filtrlardan o'tadi. Muammo nimada degan savol? Savol shundaki, mana bu filtrlar doim ham to'g'ri emas. Ya'ni siz qabul qilayotgan ma'lumotingizni xato qilib, umuman teskari qilib, qiyshiq qilib keyin miyangizga tiqishingiz mumkin. Tushunasizmi? Muammo shunda. Misol uchun ustoz bilan shogirdning muammosi ham odatda nimada bo'ladi? Mana ustoz deylik, shogird deylik. Jarayon qanaqa? Ustoz o'zini dunyo qarashiga ega, o'sha dunyo qarashdan kelib chiqib nimanidir so'zlarga aylantiradi tushuntirish uchun. Haligi kelib boshiga tikka kirmaydi, buni dunyo qarash filtridan o'tib keyin kiradi. Ya'ni agar buni dunyo qarash noto'g'ri bo'lsa, bu ahmoq bo'lsa yoki yana bir narsa bo'lsa yoki nimanidir noto'g'ri deb bilsa, misol uchun, nimanidir bilmayman misol uchun yer tekis deb bilsa, deylik, bunga geografiya o'rgatish muammoda. Bo'ldi, men yer tekis, yer shar emas, hech kim koinot kuchmagan deydigan bo'lsa, bunga men qanday geografiyani o'rgataman?
Yoki deylik, yoshligidan kambag'al, mana bilasizlar bizda erta elida kambag'al yaxshi, boy yomon, kambag'al yaxshi, boy yomon. Okey, mana shu paradigmada, mana shu fikrlash bilan o'sadigan odamga siz qanday pul topishni o'rgatasiz? Tushuntira olmaysiz unga. Yo, deydi, katta pul topish yomon, faqat odamni aldab topsa bo'ladi. Va hokazo. U miyasiga o'tirib qolgan. Bo'ldi, u insonga hech qanaqasiga tushuntirib bo'lmaydi. Hech narsani boshga tiqib bo'lmaydi. Mana shu narsani mental filtr deydi. Ya'ni biz boshimizda filtr bor. Shu filtr orqali qabul qilamiz va oqibatda juda ham yomon bo'ladi. Xo'p, demak, davom etamiz. Qarab turaylik. Keyingi blok. Qiymatsizlantirish. Qiymatsizlantirish degani nima degani? Qiymatsizlantirish degani bu o'zingizda yo'q-u, boshqalarnikini qadrsizlantirish. Misol uchun, menda bo'lgan bitta holatlardan biri. Universitetga boryapman. Jahon tillari edi. Menimcha bir 22-yillar bo'lsa kerak, taxminan. Bir 500 ta student yig'ishgan zalga va men kelganman speaker sifatida. Mendan keyin ham kimdir bor edi. Aytmasam Muhammad Ali edi yoki kimdir edi shu paytda. Trenddagi speakerlar bitta ikkita. Shunda kirdimda okey deyman. Qaranglar deyman. Kim $10 million pul topishga rozi deyman. Butun umr bo'yi studentlarga aytyapman. $10 million pul topishga rozi. $10 million topasam bo'ldi. Bundan yog'ini topa olmaysan. Menga eng qiziq bo'lgan narsalar shuki, 500 ta o'tirgan bolani ishoning bir 99% mana buni kam degan. Kam-ku, deyapti. Men aytayman, okey. Kimda $50 ming pul bor, aytyapsam, hech kimda yo'q, lekin 10 million kam. Ya'ni qaranglar, mana paradoks nimadan iborat? Media paradoks shundan iboratki, shunaqa ko'p insonlar ko'payib ketdi hozir Instagramda. 1 millionni 1 tiyinga olmaydi. O'zida $1000 ham yo'q. Lekin $1 million u uchun hech narsa emas. Miyasiga shunaqa o'rnatib olganda. Bilmadim, bu ma'naga tuyulishi mumkin. Bunaqa insonlar yaxshi natijaga erishadi. Yo'q, statistika u narsani ko'rsatmayapti. Juda katta xato bu, ishoning. Oyoq yerda qattiq turish kerak. Unaqa osmonlarda uchish bilan ish bitmaydi bu hayotda. Oddiy bitta tilni o'rganish uchun, akalar, sizlar konkretniy mehnat qilishingiz kerak. Ya'ni darsga borasiz, nimadir yozasiz, to'g'rimi? Eshitasiz, gaplashasiz, xato qilasiz, adashasiz, ustoz sizni to'g'rilaydi, vazifa bajarasiz. Qancha jarayonda? Buncha pul topish uchun qancha jarayon tasavvur qilasizlarmi? Qanaqa u orzuviy makon, o'tirib, yurib, unaqa ishlamaydi bu dunyo. Masala shunda-da va odamlar boshiga shu narsani tiqtirib olganda qadrsizlantirishadi. Qadrsizlantirish juda yomon narsa. Misol uchun menga bir kishi kelyapti-da, men deydi, boksdan qanaqadir olimpiadani yutganman. Nima qilibdi? Deyishingiz mumkin-da. Bu katta ish. Lekin mana odamlar bor, nima qilibdi? Ikkita odam san haligi pastga tushirsangiz bo'ladi. Misol uchun boksdan 3 karra jahon chempioni. Butun dunyo chempioni. Olimpiadani oltin medalini olgan, butun umr shug'ullanib, shu narsani shu darajaga yetkazganki, eng kuchligi bo'ldi dunyoda. Deyishingiz mumkin yoki ikkita odam chiqib turib, tursiy makada bir-birini urganda, burnini qonatib yuborgan, shu xolosmi, nima qilibdi deyishingiz mumkin. Mana shu qadrsizlantirish. Qadrsizlantiradigan insonlar hech qachon hech narsaga erishmaydi. Absolutno точно. Men biror marta nimagadir erishgan, mana shu xarakterga ega inson ko'rgan emasman. Deydiganlar. Bu unaqa. Gelik nima u? Gelik o'zini mashinasi yo'q. O'zi velosipedda yuradi. Paqir-ku deydi. Yana anaqa bitta ajoyib anaqa bor, bilasizlarmi? BMWchilar bilan Mercedeschilarning katta qismi mashinalarni minib ko'rmagan. Bilasizlarmi? Urushaveradi, mediada urushaveradi. BMWni yaxshi ko'radi-da, Mercedes yomonlaydi, Gelandewagen yomonlaydi. U roliga o'tirmagan hayotida. Ishoning, roliga o'tirmagan. Bu yerdan bittasi chiqadi-da, BMWni yomonlaydi, BMWsi yo'q birortasini. Yoki Mercedes, BMWsi yo'q, Mercedesi bor inson o'tirib bir-birini urushib o'tirmaydi. Mana shu narsa qadrsizlantirish. Vaqtingiz bekor ketadi, umringiz bekor ketadi, absolutni tupo ishlar bilan shug'ullanasizda, oqibatda keyin yig'ilib o'tirasiz. Nimaga unaqa ekan? Barokat qat deydi, barokat harakat. Masala shunda. Xo'p, endi fojialashtirish. Bay. Qarang, bitta narsani umringizni oxirigacha yaxshilab bilib oling. Insonni ulg'ayganligini eng katta belgisi bu emotsiyalarni boshqara bilish. Bu eng katta belgi. Men yoshim 35 da, men ulg'aydim deb o'ylamang. Men 50 ga kirgan yosh bolalarni taniyman.
ishoning, men 50 yoshi 50 da o'zi yosh bola. O'zi bilmaydi nima qilayotgan. Men taniyman shunaqa insonni. Tiqilib yotibdi ko'chada, ishoning. Ko'chada tiqilib, sochiga oq tushgan, soqoliga oq tushgan videolarda ko'rmaysan, tushib olib bir-birini uradi. Men kimdir bilan tortishishdan uyalaman ko'chada. Ishoning, men kimdir qayerdadir bo'lsa, sal yoshingiz katta o'ylaysiz tam. Anaqa u tushib olib bang solib yotibdi. Sochiga oq tushgan odam ko'chada nimaga urib yotibdi? Eng qiziq, u odam buni oilasiga nimadir qilgan yo so'kkan bo'lsa, mayli, prosta bunday qisib qo'ygan yo'lni adashib nimadir bo'lgan. Shunga tushib olganda 60 yoshli chol tars qoqib yotibdi-da. Mana, ya'ni odam ulg'aydi bilan odam qaridini farqi bor-da. Shuni farqiga borishimiz kerak. Sizlar yoshinglar o'tgan sari ulg'ayib qolmaysizlar, o'z ustingizda ishlashingiz kerak bu uchun. Bu ikkita har xil masala. Men chunki yosh kattalar bilan ishlayman, absolutni yosh bolalar. Prosta yosh katta xolos, bo'ldi. Yosh katta yosh bola. Bu qo'rqinchli narsa, chunki o'zini na bir intizomi yo'q-da, hayron qolasiz-da. U prinsipy misol uchun 50 ga kirgan inson o'zini boshqara olishi kerak-da. Boshqara olmaydi. Yo'q, xuddi men oldim kelgan 15 yoshli bola nima muammo bo'lsa, bunda ham xuddi shu muammo. Bir xil. Prosta sal ko'proq yashagan, qanaqa tajribaga ega bo'ldi. Hech qanaqa farqi yo'q. Masala shunda. Shuning uchun fojialashtirish bu ulg'aymaganlikning belgilaridan biri. Bu juda ham katta blok. Fojialashtirib yuborishadi odamlar. Voy dod deyishadi. Men ham misol uchun nima deydi, fojialashtirish deganni men nazarda tutyapman. Qaranglar, fojialashtirish bloki qanaqa ishlaydi? Misol uchun o'qishga men esimda 2011-yil o'qishga kirganman. Yoz oyi. Men keldim, bizda men kirgan fakultetda, pedagogika va jismoniy madaniyat fakultetida universiada degan narsa bor. Universiadadan kirgan o'quvchilarni, studentlarni byudjetga bezimtihon oladi. Birinchi 5 tasi byudjet bo'lsa kerak deb, to'g'ri, 5 tasi byudjet bo'lsa kerak deb 6 dan buyog'ini qaraganman. Qarasam yo'qmi? Men kira olmadim deganman-da. Mayli, universitetga kira olmagan bo'lsam kerak deb, yana biletimni raqam bo'yicha qarayapman. Keyin bitta bola kelgan, o'sha keyinchalik kursdosh bo'lganmiz u bilan. U keyin tepadan qarashni boshlagan, ikkinchi o'rinda turgan bo'lgan. Xursand-da, keyin berchi men ko'rib beraman deb olganda tepadan boshlagan, men mana shu yerda birda turgan bo'lganman. Men o'ylaganman, kira olmadim, tak, deb turgandim. Qarasam kiribman. Shuni ko'rdim, ozgina xursand bo'ldim-da. Shuna qarasam bitta qiz yugurib kelyapti-da. Shunaqa yig'lab, xuddi ko'zini oldida butun boshli oilasini kimdir yo'q yuborganda. Bilmadim, kimdir portallab nimadir bo'lgan fojia qilib yerga o'tirib, yig'lab, baqirib universitetga kira olmaganiga. Universitetga kira olmaslik yomon. Bunchalik emas-da endi, voy. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni men doim aytaman-da, odamlar sal reallikdan uzoqroq yashashadi. Men BYDda yurib, mashinasini yomon ko'radigan odamlarni taniyman. Moskvichda yurganlar nima qilsa? Tushunyapsizlarmi? Ana deydi, tuflim yo'qligiga xafa bo'lib yurgandim, yo'limdan oyog'iga inson chiqib qoldi degan maqol bor. Sal shu narsani yo'qotish kerak. Fojialashtirish kerak emas. O'lasiz, ketasiz. Deb, men yo'lni boshida ko'pincha mana yoshlarda ayniqsa, tam 10 million, 100 million pul topaman. Akalar, ishoninglar, 100 million nimaligini tasavvur ham qila olmaysizlar. 100 million kerak emas. Kimga kerak? Menga kerak emas 100 million misol uchun. Birinchidan topa olmayman, ham katta savol. Ikkinchidan qatga ishlataman shuning uchun. Nima qilay, yaxta olamanmi, nima qilaman? Odamga kerakli narsani ishlatib bo'lmaydi-da. Har kun ertalab nonushtamni 2 marta yeyolmayman-ku. Bir xil yeysiz, bir xil yashaysiz. Ishoning, qaysidir darajadan keyin mana boshlanishda tuyuladi, u men ham milliarder bo'laman, boshqa bo'lsangiz, okey, buyurgan bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa, пожалуйста, lekin nasib qilmagan bo'lsa, hech narsa qilmaydi, hech kim o'lib qolmaydi. Hayotdan bahramand bo'ling, prosta yashang bitta hayotingizni. Haligi pulingizni, uylaringizni, mashinangizni qayergadir olib keta olmaysiz-da. Deb sal yengilroq qarash kerak. Ozgina yengilroq qarash. Sal qadriyatlarni joyini almashtirish kerak. Sal bunday qarash kerak. Ko'zni ochib oynaga ertalab, ko'zim bor, hakabi nafas olayman. Nechta odam nafas ola olmayapti qattiqdan. Urush bo'lib yotibdi qattiqdan. Misol uchun shuni hech o'ylamaymiz. Mana shu narsa fojialashtirishga olib keladi.
fojialashtirishga olib keladi. Menda ham keladi, musobaqani yutaman, o'layapman, kuyganman, nimaga ana 300 ta xorijiy so'zlarni bir kunda eslab qolyapti. Menda o'xshamayapti. Endi hammada har xil odamlar har xil, sal yengilroq qarash kerak. Sal nima deydi? Mana shu narsani men doim shogirdlarni boshiga tiqaman. O'zinglarni bosinglar. Uni fojia emas, hammasi yaxshi. Hech kim o'lmadimi, hech kim o'lmadi. Rak emasmi, hech kim rak emas. Yonib ketmadimi, hech kim yonib ketmadi. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Bo'ldi, o'zingni bosib sekin bir chekkadan harakatingni qil. Asosiy masala shundaki, fojialashtirish o'qish jarayonida xalaqit beradi. Ya'ni biz xayolimizga qanaqadir natijani tiqib olamizda, o'sha bo'lmagandan keyin o'zimizni kuydiramiz. Ya'ni, "Voy, men IELTS ololmadim, 8 ololmadim, 9 ololmadim." Hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi, hammasi yaxshi. Nafas olyapsizmi, yurak urib turibdimi, to'g'rilasa bo'ladi. Bir chekkadan yana dalish harakatingizni davom ettirganingiz yaxshi. Hech qachon hech qanaqa fojialashtirish bilan shug'ullanmang. Endi 6-chi blokimiz bu shaxsiylashtirish. Nima degan shaxsiylashtirish va nimaga bu bizga xalaqit beradi? Shaxsiylashtirish shunaqaki, biz o'zimizni o'zimizcha bosh rolda deb o'ylaymiz. Biz hayotda bosh rolda deb o'ylaymiz biz o'zimizni. Mana qarang. Keling bitta narsani tushunib olaylik. Bitta narsani yaxshilab tushunib olaylik. Sizga shaxsan kimdir nimadir qilish bilan ishi yo'q. Ehtimol dushmaningiz bordir, men bu haqida gapirmayman. Lekin dunyo sizga qarshi bo'lib qolishi bu amr mahol, unaqa bo'lmaydi. Shunaqa shogirdlarim bor, shunaqa odamlarni ko'rganman. Nimadir o'xshamiz, biz spesialni bunaqa bo'lgan, ota-onam bunaqa qilgan, menga o'zi omad kelmaydi. Men peshonamga shunaqa yozilgan, mana shunaqa. Xuddiki haligi odam bosh rolda. U men sizlarga aytaman. Men misol uchun men o'zimga shunaqa mindset qilib olganmanki, men o'zim bilan ko'p gaplashganman shu haqda. Yoshligimda, endi yoshlik deganda 15 yil oldin periodda aytyapman. Примерно bir 20 yoshlarda tushunganmanki, men bilan hech kimning daxli yo'q, tamom. Men bilan hech kimning daxli yo'q. Okey, 8 milliard kishi yashayapti hozir. Taxminan dunyoda. Tasavvur qiling. 8 milliard odam, milliard sonini insonning miyasi fahm qila olmaydi. Shu narsani tushuning. 8 milliard. 8 milliard. Tasavvur qiling endi. Mana shu 8 milliard odam bitta sayyorada yashaymiz hammamiz. Sayyoramiz nomi Yer. Mabodo ertaga deylik, men o'zim haqimda aytay. Tasavvur qiling, meni o'rnimga o'zingiz ham tasavvur qiling. Turmasam, o'lib qolsam. Bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Nima o'zgaradi? Nima o'zga? Yaqinlaringiz ham abadiy yig'lamaydi, ishoning. Ishoning, mana yaqin do'stlaringiz mana bizda yo'qotishlar bo'lganda, bizda misol uchun biz ko'rgimizda kimdir avariya bo'ldi. Mana avariya bo'lib, olamdan o'tib ketgan bolalar bor. Kimdir rak bo'lgan tanishim bor. 2016-yilda rakdan o'ldi. Men tengdoshim yoshligida, o'sha payt nisbatan yosh, rak limfozlar bo'ldi, o'lib ketdi. Kimdirga nimadir bo'ldi deb o'ylayapsizlar. Yashayapmizda, nima qilaylik? Ish ko'p, yashash kerak, yashab turibman mana. Paka imkoniyat borligini foydalanish kerak. Odamlar qanaqadir o'rtaga qo'yib olgan o'zini. Sal kibrni yo'qoting, siz dunyoni markazi emassiz. Shuni ishoning, yelkangizdan juda ham ko'p yuk tushadi, ancha miyangiz ochiladi. O'rganayotganingizda ingliz tili o'xshamayaptimi? Darsi yana harakat qilish kerak. Masalan, nimada? Menda o'zi shunaqa bo'ladi. Men shunaqa, menga peshonam shunaqa, men ham genim shunaqa. O'zingni bos. Xuddi butun dunyo san haqingda kino olyapti. Hech qanaqa unaqa emas. Shuni hisobiga tushuningki, bu nima deydi? Sizga shaxsan nimadir bo'lish uchun bu juda ham katta bitta noto'g'ri fikrlash uslubi xolos. Xo'p, keyingi masala. Fikr o'qish. Ya'ni fikr o'qish nima degani? Fikr o'qish degani boshqa insonlar nimani o'ylayotganini prediction qilishga harakat qilish, ya'ni bashorat qilishga harakat qilish. Juda ham ko'p bunaqa insonlar. Odamlarning bitta aybi bor, men qanaqa o'ylasam qolganlar shunaqa o'ylaydi deb o'ylaydi. Yo'q. Ba'zi mustasno holatlar bor, shunaqa katta mustasno holatlar bor, ishoning. Misol uchun, men yaqinda Turkiya aeroportida kontent qo'yganman, bilsangiz. Men Instagramda kontent qo'yganman. Aytganmanki, ehtiyot bo'linglar, begona odamlar narsa olib o'tkazib beraman deb, qamalib qolmanglar. Bu juda ham katta muammo. Tanimaysiz odamni, nimadir solib bersa, ertaga bo'yningizda qolib ketishi mumkin deb ehtiyotkorlik bilan aytdim. Ishoning, bir 3 tami 4 ta tanishim nima Turkiyadan narsa olib qo'ydingmi deydi. Xuddi men oldimda va xuddi men
kallam ishlamaydi. Men oldimda, keyin kuydimda, keyin boshqalarga aytdim. Yo'q, u siz o'sha yerga borib botishingiz shart emas, kimdir ogohlantirish. Tushunasiz? Men mashinada ketyapman, chuqur ko'rdim. Shu chuqur videoga olib ogohlantirayman. Men o'tga tushganimdan keyin kimdir ogohlantirishim shart emas. Ya'ni odamlar o'zini proyeksiyasini kimgadir beradi. Kimgadir beradi, mana bunaqa deydi, bular mana bunaqa o'ylab tashlaydi. Anaqaga o'xshaydi, bilasizlarmi, haligi sevishganlar memlari bo'ladi, Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, yozadi-yu, ya'ni qiz yozadi, yaxshimisiz deb yozadi. Keyin u bola uxlab yotibdi prosta. Prosta ertaroq uxlab qolgan, charchaganini, keyin javob bermasang berma deb yozadi. Keyin urushadi, javob bermaganiga oxiri keyin bo'ldi, men sen bilan gaplashmayman deydi, ajrashib ham ketadi. Bola ertalab turib hamma SMS'larni keyin o'qiydi. Tushunasizlarmi? Ya'ni u ko'rmagan ham nima bo'layotganini, o'tdagi narigi inson buni o'rniga buni kallasidagi narsani o'ylab chiqyapti. Mana shu narsa bilan shug'ullanmaydi. Bu nimaga degan savolga javob juda ham oddiy, juda ham kichkina diqqatingiz bor, juda ham cheklangan hisob-kitob kuchi berilgan tabiat tomonidan bizga. Masala shundaki, yo shunaqa narsani o'ylab yurasiz, yo nimadir o'rganasiz. Ikkitasini birdan qilish juda ham qiyin. Juda ham murakkab narsa. Xo'p, endi tuyg'uviy isbot. Tuyg'uviy isbot bu juda ham bitta ajoyib tomoni insonlarni. Bu nima degani? Menga shunaqa tuyulyapti, demak shu to'g'ri. Men tajribamdan kelib chiqayapman va ilmiyotning markaziy postulatlarini oladigan bo'lsak, qoidalarini tuyg'u odatda adashadi. Odatda matematika to'g'ri ishlaydi. Ya'ni nima degani? Misol uchun, atrofingizga qaraysiz, любой ishlaydigan mexanizm, sun'iy intellektdan tortib shu meni olayotgan kameragacha aniq narsalar ustida qurilgan. Misol uchun, men bu suvni olib turib, mashinamni ichiga qo'yib keta olmayman, chunki mashina suvda yura olmaydi. Suvda yuradigan mashina bormi? Bor. Meni mashinam yurmaydi suvda. Meni mashinam DVS ichidagi motor benzinga mo'ljallangan. Men o'tda menimcha suv, men sezyapman, shu men suvda yura olaman deganim deb o'zimcha mo'jiza kutishim bu ahmoqlik. Tushunasizmi? Bu boshqa narsaga ishlaydigan narsa. Bu farqi bor. Biz tuyg'uviy isbot qidiramiz. Tuyg'uviy. Men eng katta pretenziyam nimadan iborat? Meni ayniqsa shogirdlar, nimaga men offline ishlamay qo'yganman? Aytganini qilmaydi. O'zicha biladi-da, ya'ni men oldim kelib, men ne pul to'layapsan, o'zing bilsang. Stomatologga borib tishni olishni o'rgatmaysiz. Bo'pti. Yo, men bu texnika. Ey, unaqada ne kelding? Ishoning, men shunaqa qiynalganman, ustozsiz. Agar menga ustozim men bu ruchkani qulog'ingga tiqasanda, har kun ertalab 5 litr suv ichasan, keyin xotiring yaxshi bo'ladi, qilardim shuni. Shu narsani qilardim. Nimaga unaqada men kelib bu odamdan o'rganyapman? Menga nima tuyulishi muhim emas ko'pincha. Tuyulaveradi. O'zimga o'zim aqlli tuyulishim mumkin, o'zimga o'zim chiroyli tuyulishim mumkin, o'zimga o'zim zo'r tuyulishim mumkin. Tuyulaveraman. $10 million kam pul tuyulishi mumkin menga. U ham tuyulaveradi. Tuyg'uviy isbot qidirmang. Tuyg'u u sizning munosabatlaringiz uchun bo'ladigan narsa. Bolangiz bilan, ota-onangiz bilan hokazo. Uni funksiyasi boshqa. Ya'ni qaror qabul qilish jarayonida vaqti kerak yo'q narsa. Absolyutno tepish kerak, imkon qadar haydash kerak. Qo'llatlar bilan urib haydash kerak tuyg'uni. Faqat sovuq qonli bilan, kalla bilan qaror. Ayniqsa til o'rganishda yoki biron narsani o'rganishda. Ishoning, bu sizga xalaqit bermaydi. Misol uchun, menga cho'tta qiyin tuyulyapti. Menga natija bermaganda tuyuladi. Tuyulaveradi. Menga misol uchun imkonsiz tuyulardi 3 mingta raqam eslab qolish. Qildim shu ishni. Tuyulaveradi, ishoning. Bajarsangiz, to'g'ri qilsangiz, shu tuyg'ularingiz ozgina qisib turishga kuchingiz yetsa, siz katta ehtimol bilan natijani olasiz. Masala shunda. Xo'p, demak, 9-chi bloklardan biri mana bunaqa bo'lish kerak. Tipada men tam 1 yil shug'ullansam, IELTS 8 olishim kerak. Kim aytdi sizga? Ana qo'shnim shunaqa bo'ldi. Kim aytdi sizga qo'shningiz bilan bir xilsiz? Ikkita umuman har xil inson bir xil natija qilar ekan. Qanday? Qanaqasiga? Xuddi Nexia bilan Ferrari'ni poyga qilyapsiz, bir xil natija kutadi. Uni bo'lmaydi. Odamlar har xil. Uni bo'lmaydi, odamlar har xil. Men misol uchun vesim tam bo'yim 188 deylik. Tam vesim 107-108 kilo deylik. 50 kiloli umuman hayotda sport bilan shug'ullanmagan inson bilan men solishtirmaysiz-ku.
Tushunyapsizmi? Yoki deylik tez yugurish bo'yicha. Misol uchun, bir yerda 50 ta tortinadigan bola bilan meni farqim bor. Men 10 darajasiga chiqishim uchun men qancha shug'ullanishim kerak qanchadan. Biz bir xil emasmiz. Lekin odamlar hayolida mana shunaqa bo'lish kerak. Menda keladida kutuvi bor-da, qanaqadir. Men tam biznes eng zo'r misol, bitta biznes konferensiyaga boryapman 2024-yillar. Va menga 40 minut vaqt berishgan, onlayn marketing haqida gapirish uchun. Onlayn marketing nima degani? Onlayn marketing o'sha menga varonka haqida gapirgan, funnel haqida va analiz haqida, ya'ni qanday qilib mijozlar qayerdan keladi, nima bo'ladi va hokazo. Gapirib berganimdan keyin ular obedga chiqdi, bitta tadbirkor oldimga keldi. Davron aka deyapti, yaxshimisiz? Menda bitta muammo bor dedi. Qanaqa muammo desam, men Xitoy tilini o'rganyapman, qiynalyapman dedi. Men aytdim, "Aka, muammo nima?" deyapman. "Men qiynalyapman" dedi. Nimaga qiynalmasligim kerak? Nimaga men "Aka, qarang" dedim. Nimaga qiynalmasligingiz kerak desam, "Endi qiyin bo'lyapti" dedi. Til o'rganish qiyin-da, nima divanda yotishmi sizga? Tushunasizmi? Ya'ni mana shunaqa oson bo'lish kerak-da uni hayolda. Bu juda ham yomon lavushka. Siz o'zingizcha osongina IELTS 8.5 olib qo'yaman deb o'ylayapsizmi? Yomon adashasizlar. U ancha mehnat, ishoning, oson emas. Oson emas. Umumiy oson, ya'ni qilsangiz oson, qilmasangiz u nimadir kutish kerak emas o'zingizdan o'zingiz. Havodan tepadan boshingizga ertalab turib, kechqurun ingliz tilini bilmasdan uxlab ertalab ingliz tilini bilib tug'ilmaysiz. Bunaqa narsaga uyg'onmaysiz. Yo'q narsa, ya'ni bo'lish kerak. Mana shunaqa bo'lish kerak. Odamlar hayolda men kelishim kerak edi. Nimaga men bu 500 ta xorijiy so'zni eslab qolyapti? Men 200 ta. Har xilsizlar, inson har xilsizlar. Sizlar har xilsizlar. Bu ko'proq mehnat qilgandir. Miyasi sal yaxshiroq ishlar. Sen umringda birinchi marta miyani shug'ullantirish bilan shug'ullanyapsan. Bu tam pianino chalar tam 7 yildan beri. Ko'p omillar bor-da. Tushunasizlarmi? Ya'ni mana shuni tushunishingiz kerak. Nimadir bo'lish kerak emas. Bo'ladigan narsa bo'ladi o'zi. Qilishingiz kerak bo'lgan narsani qiling, buni o'ylavermang. Hadeb qanaqadir tupoyski kutuv bilan kallangizga qo'yib olasizda, yurasiz keyin, baxtsizsiz. Hech narsa sizni qoniqtirmaydi. BYD qoniqtirmaydi sizni. Nimaga? Chunki siz Gelandewagen boshingizga tiqib qo'ygansiz. Menga yoqmayapti mashinam. Tavba qildim. Odamlar Nexia 3 olsa to'y qiladi, ishoning. Oson emas bunaqa. Bu o'sha narsaga ozgina sal trezviyroq qarashni men sizlarga chaqirib qolaman. Xo'p, endi dalsha. Markirovka, ya'ni 10-blok markirovka bloki. Bu nima degani? Bu ham sizga ilmingizga xalaqit beruvchi narsalardan biri. Hamma narsani soddalashtirish. Misol uchun mana mnemonikani olsak, ma'no yo'nalishimni. Endi tasavvur orqali bir narsa assotsiatsiya qilasan deb bu yoqqa qo'yasan. Bo'ldi shu. O'zi hech qanaqa natija qilmaganlik inson. Xo'p, okey, qila olasanmi? Yo'q, men qila olmayman, lekin bilaman. Bu yerda markirovka qayerdan keladi? Mana eng katta ilmingizga xalaqit qiluvchi narsa bilim bilan amalni tenglash. Amal bilan bilim teng emas. Hech qachon, misol uchun men hech qanaqa yangilik bilib olmadim degan inson men uchun eng ahmoq insonlardan biri. Men absolutni tushunmayman. Nima qilasam men oldimga yangilik bilib, xabarlarni och, Telegramdan yangilik bilasan shu yerda. Men mashq o'rgataman, o'shani bajarishing kerak. Bajarmasang hech qanaqa yangilik kerak emas. Misol uchun, nima yangiligi bor yugurishda? Mana ertalab turib yugurish foydasida qanaqa yangilik sizlar uchun? Kim bilmaysizlar foydaliligini. Qilish kerak bo'ldi. Buni to'pay ham tushunish kerak, lekin nimagadir mana shu joyga kelganda insonning 99% inson miyasi o'chadi. Men yangilik bilganim yo'q. Qanaqa yangilik? Nima yangilik bilmoqchisan? Nima yangilik bilmoqchisan? Asosiy masala bu narsani bajarish. Yangilikdan nima foyda? Har kun 100 ta kitob o'qing biznesdan, nima foyda? Nima foyda? Ichidagini qilmasangiz, bajarmasangiz, borib turib nimadir qilmasangiz, ochmasangiz, savdo qilmasangiz, marketing o'rganmasangiz, shu narsani amalda qo'llamasangiz, pul topmasangiz, nima foyda? Nima foyda? O'tirib o'ziz uchun zo'rsizda dunyodagi, okey, shunaqa zo'r bo'lsang, natija qani degan savol yo'qda. Odam savol beradigan insonning o'zi. Qani natija? Mana bilar ekansan, dahshat ekansan, zo'r, okey, bo'ldi. Natija bormi? Natija bormi? Yo'qmi? Yo'q bo'lsa, ne aql o'rgatasan? Nima aql? O'zingni hayotingda qiyin. Juda qiyin ahvol mana shu. Men uchun mana shu markirovkaga uchragan insonlar, mana shunaqa insonlar eng qiyin insonlardan biri. Amal bilan bilim tenglaydigan insonlarni deyarli hech narsaga o'rgatib bo'lmaydi. Absolut beton bo'lib ketgan miyasi tushunmaydi. Menga qanday qilib xorijiy so'zlarni o'rgatishni eslab qolishni o'rgat. Menga qanday qilib tarixiy sanani eslab qolish. Men misol uchun xorijiy so'zlarni qanday qilib eslab qolishni o'rgat. Okey, men o'rgataman. O'rgatganimdan keyin haligi inson, okey,
Okey, tushundim. Endi tarixiy sanani o'rgat. Mana bu men o'rgatgan narsani mashqini kim bajaradi? Mashqini bajarish kerakmi? Хотя бы bir 500 ta xorijiy so'zni mana shu usul bilan eslab qolasanmi birinchi? Keyin tarixiy sanani eslab qolishga o'tib, uni bilib olishdan nima keragi bor? Undan ko'ra gazeta o'qib borib, o'shanda nimadir prosta bilib o'tib ketaversan. Masala shunda. Ya'ni odamlar mana shu narsani tushunishmaydi. Bilim bilan amal, bir dunyo. Ishoning, xotira haqidagi bilimi mendan ko'p insonlar yo'q emas, bor, lekin natija gapiradi. Chunki tajriba, chunki biz shug'ullanamiz. Chunki biz yillar mobaynida meni shogirdlarim qon qusib shug'ullanishgan, shuni hisobiga borib qanaqadir jahon chempionatlarida nimadir qilib kelgan. U boshqachasiga ishlamaydi, bunaqa narsa yo'q. Ingliz tilini qanday qilib o'rganishni bilishdan sizga IELTS kelib qolmaydi. Tushunasizmi? Men bilim olaman. Bilim olish kerak emas. Akalar, bilimni ishlatish kerak. Shu ta'limni, ilmni tagi, umumiy o'rtadagi konstruksiyasi, markazi nimadan iborat? Natija xohlayapsam, amalda bajar. Men sizlarga bitta zo'r maqol beraman. Shu maqolni yozib olinglar. Prям hech kim hech qachon suzishni kitob o'qib o'rganmagan. Hech kim. Suzish haqida kitoblar bormi? Bor, lekin o'rgana olmaysiz kitob o'qib suzishni. Suvga tushishingiz kerak, tushasiz suvga. Suzasiz, harakatni keyin o'rganasiz. Hech qachon siz 4 ta kitob o'qib, suzish fizikasini tushunib, kimdir kimyo tomonidan sizga suvni xususiyatlarini tushuntirib, bur tepib sizni suzdirib yubora olmaydi. Yo'q bunaqa narsa. Suzishni birorta inson dunyoda kitob o'qib o'rganmagan. Hamma inson amaliyotda o'rgangan. Любой narsa shunaqa. Til, xotira, hamma biznes, любой narsa amaldagina tushuniladi. Amaldagina tushunadi. Mana shu narsani tushunmas ekansiz, sizni boshingiz yopiq. Men shaxsan bunaqa insonga hech qachon yordam bera olmayman, hech narsa o'rgata olmayman. Chunki u inson bo'ldi, u insonni biz yo'qotdik. U insonga hech narsa o'rgata olmayman. Mana shu 10 ta asosiy blok. Qaysi biri bor sizlarda? Yozinglar chatga. Qaysi biri bor? Mana shu 10 ta sanab o'tganimdan qaysi biri bor sizlarda? Endi men maksimum harakat qildim shu motivatsiya berishga, takoy misollar keltirishga, shu boshingizdan shu narsani chiqarib tashlash uchun. Bu ish. Yana bitta video bilan, bitta anaqa bilan bo'lib qolmaydi o'zidan o'zi. Asosiy masala shunda. Shuning uchun hozir reallik qatlamlari haqida gaplashamiz. Bir nechta qatlamini ko'rsatib tushuntirib beraman. Hammasi bay. Серьезно. 3 штуки из 10, окей. Ну, normal holatda ko'pchilikda hammasi bo'lsa kerak menimcha, xudo bilan. Ну, пример tushunib oldinglar, ya'ni nima deydi? Oyoq yerdan uzmanglar bo'ldi. Men shuni ham kibr deb bilaman. Kibrni bitta ajoyib xususiyati bor, hozir tushuntirib beraman. Reallikka o'tishimizdan oldin qarang, kibrni qanaqa tushuncha. Mana biz kibr deganda so'rash tushunamiz, yana bir narsa. Misol uchun kimdir bunday qilib so'rasa kibr deymiz. Kibrni basharasi har xil. Eng kattalardan biri menda nuqson yo'q deb o'ylash. Menda nuqson, meni hamma narsani to'g'ri qilaman. Bu ham kibr, sal Xudoga shukr to'xtab o'ylash kerak. To'xtagi, men insonman, qattiq adashimman, yo'qmi? Okey. Va hokazo. Yoki deylik, noshukrlik ham kibrga kiradi, men uchun shaxsan. Hamma narsangiz bor, ovqat yedingiz, ertalab boshqa narsa sog'siz, vro'ji ikkita qo'l oyog'ingiz bor. Mana anaqa misol keltiraman-da, atrofimdagi mana og'aynilarim ham bor, hayoti dabdala, to'g'risi, hamma tomondan, pul tomondan ham, oila tomondan juda ham og'ir ahvolda. Ishlashmaydi, qanaqadir, men tushunmayman shu. Yurishaveradi, tam ichib nimadir qilibdi. Men videoyim bor, gruppaga tashlab yubordim yaqin. Bitta video topdim. Qo'li yo'q, oyog'i yo'q odam O'zbekistonda tili bilan telefon tuzatyapti. Oyiga pul topyapti, qanchadan? 10 millionmi pul topyapti. Sal uyalinglar, qo'l oyog'i bor, ko'zi bor insonlar, sal uyalinglar. Qilsanglar bo'ladi demoqchiman-da. Unaqa o'tirib nimadirlarni o'ylab, mana 10 ta narsani bekor sanaganim, hammasi befoyda narsalar. Hayotingizdan o'chirib tashlab,
bitta yashikka tiqay, yashik otib yuboring qayergadir, bo'ldi, dalsh yashashga davom eting. Asosiy masala shunda. Endi reallik qatlamlari nimadan iborat? Qaranglar, bir nechta qatlam bor. O'zi haqiqat nima, reallik nima? Bu bizning fikr, tuyg'ularimizdan mustaqil mavjud bo'ladigan va bizga ta'sir o'tkazadigan hamma narsa. Qarang, reallik bizning fikr tuyg'ularimizdan mustaqil mavjud. Tushundingizmi? Mustaqil mavjud. Ya'ni, misol uchun qachon? Men mana 1991-yilda tug'ildim. 1991. Bundan oldin odamlar yashamagan. O'laman deylik 2000-yilda. Mendan keyin odamlar yashamaydi. Yashaydi. Mendan oldin yashaganmi? Yashagan. Insonlar yashagan, insonlar tug'ilgan, oila qurgan, bir-birini yaxshi ko'rgan, biznes qilgan, kambag'allar boygan, boylar kambag'al bo'lgan, kimdir butun umr kambag'al bo'lib o'tib ketgan, kimdir butun umr boy bo'lib o'tib ketgan, kimdir nimadir ixtiro qilgan, kimdir internet ixtiro qildi, kimdir uni, kimdir buni, qancha vrachlar bo'ldi, qancha olimlar bo'ldi, qancha avliyolar bo'ldi. Meni nima daxlim bor? Mana shu reallik, to есть mendan tashqarida nimadir borki, bu dunyo bor, dunyo borki, o'sha real dunyo. Men nima deydi? Men o'ylaganim uchun bormas-da bu narsa. Tushundingizmi? Men buni ichidaman. Ya'ni men ertaga o'ylaman, bu yerdan ketaman, bo'ldi, lekin dunyo davom etaveradi. Mana shu narsa reallik. Ya'ni siz qanaqa o'ylashingizga bog'liq emas. Siz qanaqa o'ylashingizga bog'liq emas. Odamlar ko'pincha fikrga bino qo'yib yuborishadi. Go'yoki fikrlash o'zi butun dunyoni ag'darib yuboradigandek. Bitta masalani aytaman. Men qaranglar, 10-qavatdan sakrayapsiz pastga. Betonga, yerga. Uchib ketaman deb o'ylaysizmi? Ertalabdan kechgacha 20 yil o'zingizni ishontirasizmi o'tirib olib, mana bunaqa qilib, men uchib ketaman, men uchishni bilaman deb uchmaysiz hech qayerga. Yerga urilasiz. Bo'ldi, sog' joyingiz qolmaydi ishoning. Shu narsaga o'zini ishontiradigan insonlar. Men o'ylab o'tirsam, nimadir bo'ladi-da, nimadir qayerdandir keladi. Kelinglar, sizdan tashqarida, ya'ni siz ta'sir qila olmaydigan zona bor. Mana shu narsani reallik deydi. Mana shu gitara realligingiz bor, yo'q. Agar reallikning asosiy qoidalari, mana shu bu dunyo yaralish jarayonida fizikani qoidalari tiqib ketilgan yarilishga, o'sha yerga qo'yib ketilgan, bo'ldi, tamom, siz yaratmaganmisiz, siz hech narsani o'zgartira olmaysiz. Tepadan pastga sakraysizmi, pastga tushasiz. Tepaga uchish uchun nimadir mexanizm kerak. To'g'rimi? Ya'ni o'zingizdan o'zingiz sakraysiz, bo'ldi, tugaydi. Ya'ni siz uchib ketib, nimadir bo'lib ketib, endi bilmadim. Shunaqa o'ylaydigan insonlar bor lekin. Shunaqalardan uzoqroq yuraylik. Endi qaranglar, asosiy masala nimada? Reallikka bir nechta qatlami bor. Bir nechta saytda berilmagan bir nechta qatlami bor. Va qatlamlar birinchisi psixologik qatlam. Qarang. Men prям chizib ko'rsataman, tushunarliroq. Psixologik qatlam. Men eng yomon ko'rgan qatlamlardan biri. Hozir modada bu narsa. Bay. Prosta turib nimadir qilish o'rniga, va yoshligimda dadam urgan, meni ham qaysidir qiz tashlab ketgan, universitet paytida shunga men shunaqa bo'lib qolganman, qilib o'zini ko'ylab yuradigan odamlar ko'p. O'zini ko'ylab yuradigan odam. Men psixologiya befoyda demayapman. Men aytmoqchimanki, psixologik qatlam ko'pchilikka kerak emas, sho'ning. Kimgadir kerak, realni ham og'ir holatlar bor, yo'q emas. No 99% men ko'rgan keyslar prosta o'ziga o'zi muammo qilib beradi. Misol uchun, qarang. Men chet tili so'zini eslab qolyapman. Deylik, Supermiyada men o'rgataman chet tili so'zlarini eslab qolish, misol uchun odamlarga. Usulni o'rgatdim. Umrida birinchi marta qilyapti va usul noqulay. Ayniqsa boshida birinchi marta qilayotganingiz noqulay bo'ladi. Bajarish o'rniga mana ikkita yo'l bor. Bajarishda davom etish. Jarayon haqida o'ylash. 99% inson mamnun tanlaydi. 1% inson mamnun tanlaydi. Ya'ni 99% inson o'xsharmikin? Uzun so'z yodlasam bo'larmikin? Qiyinmikin? Qiyin emasmikin? Tezlasharmikin? Bo'larmikin? Bo'lmasmikin? Qilsang qil, qilmasang qilma. Chingizxonning zo'r gapi bor. Qilsang qo'rqma, ya'ni bajarmoqchimisan, bo'ldi, qo'rqmay bajar. Qo'rqyapsanmi? Qilma, tamom. Bu yerda ham shunaqa logika. O'rganyapsizmi? Ingliz tilini o'rganyapsiz. Bo'ldi, o'rganing, tamom. Shu boring, mashq qiling, ortiqcha o'ylamang.
Ortiqcha o'ylamayman. O'xsharmikan, o'xshamasmikan, bo'larmikan, menda bo'lmasmikan? Voy. Agar qonunan menga ishoning, agar qonunan menga mana Davron Turdiyevga qonunan darsda urish mumkinmi? Urardim men shu shogirdlarni. Ishoning, katta odamlarni qulog'ini tagiga tushirib tushuntirardim. Jonga tegdi o'zi, chunki bu naqa tezligim pastmikan, ana menda yaxshi yodlayaptimikan. Voy, bu mana shu psixologik qatlam. Mana shu qatlamda psixologiya men maksimal uzoqdaman bu yerdan. Maksimal uzoqdaman, chunki bu yerga kirsangiz tomon bu yerdan qaytib chiqmaysiz. Ikkinchisi fikrlash qatlam. Fikrlash qatlami u analiz, ya'ni mantiq. Mantiq degani, mantiqda nima qilasiz? Mana bu holatdan misol keltirsam, mantiqda nima qilasiz? Okey, menga usul berdi. O'ylaysiz, okey. Bu usulni hozir bajardim, cho'ta yaxshi o'xshamadi, lekin birinchi marta bajarayapman. Birinchi martada hammada bittada zo'r o'xsharmiki, yo'qmi? Keyin ustozdan so'ray, ustoz aytayapti, "Yo'q, to'xta, boshda ba'zida o'xshamaydi, normal, lekin shug'ullansa o'xshaydi." Okey, tushunarli. Demak, endi nima qilay? Endi bajarishim kerak. Qancha ko'p bajarsam shuncha yaxshi. Bajarishda davom etaman. Mana shu primerni fikrlash qatlami, ya'ni analiz, analitik qobiliyatlar. Va uchinchi qatlam bor. Uchinchi qatlam bu amaliyot qatlam. Amaliyot qatlam. Amaliyot qatlami bu bajarish. Bajarib ko'rish shu joyda, shu tushunish jarayoni. Mana bulardan mana odamlar nima qiladi? Bu yoqqa kiradi birinchi psixologik qatlam. O'xsharmikan, o'xshamasmikan, qila olarmikanmi, qila olmasmikanmi, unaqamikan, bunaqamikan, cho'ta masa ekan, cho'ta ustozim unaqa ekan, cho'ta voy eslab qolamanmi, u qilaman, bu qilaman, o'xshamayapti, aksentim bor, uyalaman, u qilaman, bu qilaman, bu va hokazo. O'zim to'g'rilashim kerak, ustim yaxshimikan, cho'ta odamlar qarayapti. Qorayib ketdimmi, quyoshni kamera urishim kerak. Bir narsalarda bir dunyo kerak emas, musor. Undan keyin mantiqqacha yetib bormaydi ko'pchilik, lekin mantiqiy fikrladingiz deylikda, undan keyin qanaqadir amaliyotda nimadir qo'llaysiz. Lekin men shaxsan mana shunday bitta sakraymanda mantiqqa kirib ketaman har safar. Chunki men bitta natija deb o'ylayman. Mana bu vobshe 4 marta gitara menga. 50 marta farqi. Ishoning, chunki qila olmayman, o'zgartira olmaydigan narsalarni o'ylab nima qilaman. Misol uchun menda diqqat bilan shunaqa muammo bo'lganki, boshda esimda shug'ullanishni boshlaganimda bosh shug'ullanaman, chalg'averaman. Oxiri tushundimki, Davron shunaqa chalg'iydigan ekansan. Diqqating va shu bo'lmaydi. Tamom. Chalg'aversang ham davom ettirar, bo'ldi, tamom. Boshqa yo'li bormi? Yo'q, chalg'ayapman baribir. Demak, chalg'asam ham davom ettiraman deganmanda, prosta shug'ullanaverganman. Bir kun qarasam, shunaqa umuman hech narsa meni chalg'itmay qo'ygan. Keyin o'ylasam, aynan shu chalg'ayotganim haqidagi fikrim chalg'ayotgan bo'lib chiqaman. Masala shunda-da, ya'ni bu yerda juda ham nima deydi, fundamental fikrlar bor, ya'ni asosli fikrlar bor va bu fikrlardan biri, odam o'zingni koylaganingdan uzoqman. Ozgina koylasangiz mayli, sal fikrlasangiz mayli, men hech narsa demayman, lekin mana shu yillar o'tiradigan insonlar men ko'pini taniyman. Mana shu o'tiraveradi, psixologiyani razbor qilaveradi, o'ylayveradi, nimadir chizaveradi, yozaveradi. Qachon qilasan shuni? Oddiy savol, oddiy to'poy savol beraman. Qachon qilasan? Oddiy qachon? Hech qachon. Chunki butun umr orzu bilan o'tamiz. U qilamiz, bu qilamiz, mana bunaqa qilamiz, mana bunaqa qilamiz, hokazo. Oqibatda hech narsaga erisha olmaymiz. Mana shu 3 ta qatlam bor. Endi qatlamlar haqida nimaga gapirayman? Qatlamlar haqida nimaga gapirayman? Asosiy masala harakat. Любой narsani amaliyotda bajarishingiz shart. Men sizlarga hozir bitta usul o'rgataman, diqqat va xotirani rivojlantirishga. Amaliyotda bajarmasangiz, bir tiyinga qimmat. Amaliyotda bajarmasangiz, u hech narsa bermaydi sizlarga. Va agar siz o'zingizni qo'ylaversangiz va meni yana bitta fikrimcha, media shunga sababchi. Media, kinolar, atrof muhit, ona, ota, nimadir virusda bu. Ishoning, virusda umuman kerak emas narsalarni o'ylashdi. Umuman hayolimga kelmaydigan joydan qanaqadir menga yangilik chiqadi. Har doim odamlar nimadir qilishadi, va hokazo. Yoki deylik, mana bitta oddiy misol, Cambridge o'quv markaziga, Sergelidagi filialiga Jahongir spiker qilib chaqirganlar. 2 yillar oldin. Ozgina gaplashdim, bolalar bilan pastga tushsam bitta bola chiqdi. Ertalab tura olmayman, yugurgani deyapti menga. Men aytdim, "Okey, ertalab tura olmagan bo'lsang, sen yugurish kerakmi? Sen kechqurun yugursam, menga odamlar qarayapti" deydi. Sen Michael Jackson, senga odamlar qaraydi.
haligida o'zini hayotini o'zi qiyinlashtirib tashlaganda odamlar unga qarayapti ekan. Boshqa ishi yo'qda, ko'chada ketyapsiz. Deylik, quyonni kiyimini kiyib, qip-qizil kiyinib yugurib ketdi. Jinnicha kiyim olgan yani. Qancha o'ylaysiz shu inson? Qancha o'ylaysiz? Kun bo'yi o'ylab yurmaysiz. Nima ishingiz ham yo'q, muammoingizni qilyapti. Qorningiz och, uyga borish kerak, bola kasali, yana bir narsa. Haligina xayolda hammani o'ylaydi. Men aytayman, uka deyman, san to'g'ri bunaqa fikrlash, bunaqa bo'lmaydi. Odamlar nima deydi ham shu yerdan kelib chiqadi. Odamlar nima deydi? Aynan mana shu psixologik qatlamma ichida yotadi. Mana shu zonada yotadi-da, siz o'ylayverasiz, fikrlaysiz, tafakkur qilaverasiz, bir tiyinga qimmat hammasi pastga tushib turib bajarishni boshlaganingizdagina siz real hayotni ko'rishni boshlaysiz. O'sha yerdagina siz qanaqadir natijani ko'rasiz. Bundan oldin bu natijani ko'rish imkoni bormi? Yo'q. Imkonsiz, absolut imkonsiz. Endi usul o'rgataman, plus bosib yuboringlar, tayyor bo'lsanglar. Usul o'rgataman, xudo xolisa. Plus bosib yuborsanglar boshlayman. Bo'l. Xo'p, demak, xotirani rivojlantirish uchun Richard Feynman usuli. Psixologiya haqida ozgina gaplashdik. Va reallik qatlamlar haqida nimaga gapirdim? Usulni prosta bajaring. O'ylab, ortiqcha titkilab, o'zingizni nimadirlar kerak emas. Ko'p yashamaysizlar. 100 yil yashasanglar ham ko'p emas. Tez o'tib ketadi hamma narsa. Shuning uchun qadriga boringlar. Xudoga shukr, mazza qilyapsizlar. Tug'ilganingizga shukr, o'zi aslida olganda. Tug'ilmasligingiz ham mumkin edi. Masala shunda, mana shu usulni bajarsanglar, xudo xolasa foyda. Endi Richard Feynman usuli bo'yicha nimadir eslab qolish. Keling, kitob misolida keltirib beraman. Deylik, menda kitob bor. Mana shu kitob ichidagi nimadir eslab qolmoqchiman. Birinchi qadamda men aynan hozir, bugun nimani eslab qolishim kerakligini va nima menga kerakligini, ya'ni qaysi bo'lim, nechta bet misol uchun, qaysi bo'lim, qatdan qatgacha qancha joyni eslab qolaman, shuni o'ylayman. Ko'pincha sal 20 minutlarda o'qiydigan narsangizni olishingiz kerak. Deylik. Mana bu joydan deylik. Misol uchun mana bu joygacha. Mana shuncha narsani o'qishim kerak aslida. 4-5 bet. 4-5 varoq anaroq. 4-5 varoq joy o'qishim kerak. Okey, buni aniqladim. Bu birinchi qadam. Точно mashitgacha o'qiyman. Bu plan shu bugungi. Birinchi qadam. Endi ikkinchi qadam. Slayd. Ma'lumotni o'qing, diqqat bilan imkon qadar. Tushuntirman, birinchi marta diqqatingiz chalg'ishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin qo'lingizdan kelguncha diqqatingiz bir joyga jamlab, diqqat bilan o'qishga harakat qiling. Eng qizig'i, imkon qadar tinch joyda, misol uchun mana odamlarning diqqati juda ham tarqoqda. Biz o'zi tarqoq diqqatimiz. Ya'ni qo'limizga telefon olganmiz, boshqa olganmiz, u olganmiz, bu olganmiz. Kecha bo'lgan voqea. Kecha men bitta tanishim mashina oldi, o'zicha yuvib beraman dedi, boshqa qildi. Bir joyda o'tirdik, keyin menga aytibdiki, mana telefoniga anaqa qo'yibdi, nuqtalar qo'yibdi chekkada. Men ko'rsatyapti. Aka, qarang, men nuqta qo'yib olganman telefonimga deydi. Chunki deydi, men rolda ketayotganimda telefonimga nimadir yozsam, boshqa qilsam, tezda topa olayman joyni. Men siz qanday qilasiz? Siz ham shunaqa qilganmisiz dedi. Men rolda telefon qo'limga olmayman dedi. Kimga qarayapti menga? Osonroq yechimi bor ekan deydi. Xuddi uchun yangilikda. Men rolda telefon nima qilasan qo'lingga ol. Ya'ni u yengillashtirmoqchi-da. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Qo'lingizda telefon, muzika, kimdirlar, nimani o'rganmoqchisiz bu jarayonda? Hech narsa o'rgana olmaysiz, men sizlarga aytaman. Tinchlik kerak. Ilm nimaga mana daholar, avliyolar, olimlar yolg'izlikka ketgan ilm olish uchun. Bizdan aqlli ular, bizdan kuchli ularni. Tam Einstein, tam Ibn Sino, Buxoriy misol uchun yana kim bor? Alisher Navoiy farqi yo'q. Luboyni oling, Luboy mana shuni gap qiling, Luboy bizdan aqlli, to'g'rimi? Misol uchun mendan aqlli. Okey. Mendan aql shu inson ham diqqatni chalg'itmaslik uchun qayerga ketyapti. Men kimman?
Men kimman o'zimcha qo'limga telefon olib, qayerdagidir shovqinda nimani o'rgana olayman deb o'ylaydigan men kim bo'lmanman? Men qanaqasiga bunaqa kallalarga bunaqa fikrlar kelishi mumkin. Xo'p, endi shuning uchun plan qildik va tinchlikda sekin haligi narsani o'qiyman. O'qiganimdan so'ng sodda tilda o'qigan narsamni tushuntirib berishga harakat qilaman. Boshida o'xshamasligi mumkin. Boshida o'xshamaydi. Ya'ni boshida o'xshamaydi degani nima degani? Boshida o'xshamaydi degani ko'pini eslolmaysiz. Lekin miyani bitta zo'r tomoni bor. Miyani neyro egiluvchanlik deydi. Qaranglar, mana shu narsaga e'tibor beringlar. Bu sizlarga berilgan eng katta kuch. Neyro egiluvchanlik. Neyro egiluvchanlik. Bu nima degani? Bu degani miya o'zini ishlash jarayonini siz qilayotgan harakatlarga qarab o'zgartira oladi. Agar men mana shu kitobni otib turib, o kutubxonaga joyiga bitta otishda tushirishni o'rganmoqchi bo'lsam, otaman tushmaydi. Har kun shug'ullanaman. Ishoning, bir 3 oy, 4 oydan keyin bitta otib joyiga tushiradigan bo'lib qolaman. Nimaga? Chunki mening miyam o'zgaradi, miyam o'rganadi shu narsani. Любой narsada shunaqa. Men masalan ruchkani otib tushirib qo'ymoqchi bo'lsam, nimadir eslab qolmoqchi bo'lsam, xuddi shu jarayonda. Til o'rganish ham shunaqa. Mana gaplashasiz, o'xshamaydi, o'xshashni boshlaydi. Miyangiz o'zgarib, sekin, ya'ni qarang, miya nimani hisobiga bu narsa bo'ladi? Sababi juda oddiy. Nimagadir energiya sarflayapmiz. Miya energetik balans ushlab turishga qaraydi. Har doim shu indikator miya uchun. Cho'ta ko'p kuch sarflayapsizmi? Gapirishga ingliz tilida, okey, gapirishingizni sekin takomillashtirishni boshlaydi miya. Nimaga? Ko'p kuch sarflamaslik uchun. Keyin yengil, osongina gapirayotib qoladi. Masalan shunday. Bu yerda ham qanaqa? Birinchi etapda men qarayapman, okey, mana shuncha o'qiyman, ikkinchi etapda o'qiyman, uchinchi etapda so'zlab berayman. Mana shu uchinchi etap bitta ajoyib tomoni bor. Uchinchi etapda so'zlaysiz-ku, so'zlaganingizda qiynalasiz, esla olmaysiz. Deysiz, boshingizni ushlaysiz. O'qigan narsangizni so'zlab berib, oynaga so'zlab bersa ham bo'ladi, biroq kishiga bo'lish shart emas. Esla olmaysiz. Mana shunga energiya ketyapti-yu. Har safar shunaqa qilib shug'ullansangiz, borgan sari miyangiz oldindan biladi, что siz hozir o'qiyotgan narsangizni so'zlab berasiz va ko'proq narsani miyasida saqlab qoladi. Pametni ichida, ya'ni xotirangizda saqlab qoladi-da. Nimaga? Chunki siz so'zlab berishingizni biladi o'sha. Tushunasizmi? Mana shunaqa qilib ko'nikma shakllanadi. Endi ovozim yaxshimi? Ovozim biroq kishi eshityaptimi efirni? Bo'ldi. Xo'p, unutilgan, tushunmagan joylarni to'ldirasiz undan keyin. Ya'ni o'qidim. Ya'ni birinchi etapda aniqladim, shuncha o'qiyman. O'qidim, so'zlab berdim, keyin yana bir marta qaytib chiqaman. Qaytib ko'rib chiqaman. Qattiq aytib bermadim, qattiq unutib qo'ydim, qattiq noto'g'ri aytib berdim. Shularni hamma soddalashtirib chiqaman hamma joyini. Keyin undan keyin ikkinchi marta o'qiganimdan keyin sodda misollar bilan yana shu mavzuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Undan keyin yana bir marta kimgadir shu narsani o'rgataman. Ya'ni asosiy maqsad nimada? O'qigan narsangizni kimgadir o'rgatish, kimgadir tushuntirish va kasbiy qilib olamanda oraliqli takrorlash mumkin. Yoki shu mavzuga bir haftadan keyin yana bir marta qaytib qo'ysam bo'ladi. Miyangiz shunaqa ishlashni boshlaydi. Mana sizlarga bitta misol, kichkinagina aqliy, hayoliy tadqiqot, sizlar uchun hayoliy tadqiqot. Qaranglar, men bitta kitobni oldim. Men birorta bolaman, tasavvur qiling. Bir kitobni oldim-da. O'qidim qanchadan ham qismini. Misol uchun tam bir betni o'qidim deylik. Bir betni o'qidim. O'qidim, yopdim. Olib qo'ydim. Haligi bir betni so'zlab berishga harakat qildim. Necha foizini so'zlab beraman? Deylik bir 20. Ko'p esimdan chiqib ketdi. So'zlab bermoqchi bo'lsam. Xo'p, keyin oldim. Boshqa kitobni yoki xuddi shu kitobni boshqa betini, boshqa joyga oldim. Yana o'qidim, yopdim, yana so'zlab berishga harakat qildim. Va 1 yil shunaqa qilib shug'ullandim. Nima deb o'ylaysizlar? Bitta o'qishda necha foizini aytib bera olaman? Ya'ni 1 yil har kun har xil kitoblarda shunaqa shug'ullandimki, bir betni o'qiyman, keyin so'zlab berishga harakat qilaman. 1 yil 1 soatdan har kun. Nima deb o'ylaysizlar? Любой bitta kitobni olib, shuni o'qib turib, qanchasini, necha foizini so'zlab bera olaman shu bir bet. Chatga yozinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Tushungan bo'lsanglar. Nima demoqchiligim?
nima deb o'ylaysizlar? Agar 1 yil mashg'ulotlarda xuddi mana shunaqa bir xil hech narsa o'zgarmagan, xuddi mana shunaqa mashg'ulot. Ya'ni o'qiyapman, so'zlab berishga harakat qilyapman. Keyin boshqa kitobni o'qiyapman, so'zlab ber. Любой kitobni olganimdan keyin, любой kitobni olganimdan keyin, mana 1 yildan keyin o'zinglar yozyapsizlar 70, 80, 90 kimdir o'zgarmaydi debdi, endi bilmadim u insonda o'zgaradi. Insonda 100% o'zgaradi. Chunki ko'nikma shunaqa shakllandi miyamizda. 20 хотя бы 60 ga aylanadi. 40 ga aylanar. No 20 qolmaydi. Mana bu qolmaydi, 90 bo'lar, bilmadim. Qobiliyatli bo'lsangiz 100 bo'lar. Mana bu qolmasligi aniqda. Bir xil tura olmaydi-yu. Bu tura olmaysan, mashq qilyapsiz-ku. Masala shunda-da, bu yerda ham xuddi shunaqa logika bor. Asosiy logika shundan iborat. Ya'ni o'qigan so'zlar har safar eng qiziq bitta zo'r narsa bor. Birov uchun biz zo'r ish qilamiz-da. Men bu narsani bilaman. O'zimiz uchun qilgimiz kelmaydi. Birov uchun qilamiz. Misol uchun mana mehmondorchilikni ko'rsangiz, uyingiz musor bo'lsa, uyingiz tam o'z yashasangiz, uyingiz musor bo'lsa, idishni olib, kimdir keladigan bo'lsa, uyingizga ishoning. Kimdir keladigan bo'lsa, tem bo'lib begona inson bo'lsa, u birinchi marta yuzga keladigan, hamma joy yatilatib, hidlarni zo'r qilib tozalab chiqasiz. Nimaga? Chunki haligi inson nimadir deb o'ylaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa logika. Agar siz o'qiyotganingizda kimgadir so'zlab berishingiz oldindan bilsangiz, miyangiz haligi narsani ilg'ashni boshlaydi, ushlashni boshlaydi. Faqat yana bir marta haligi reallik qatlamga qaytadigan bo'lsak, amaliyotda bu narsani bajarmasanglar, hech qanaqa foydasi yo'q. Prosta bunaqa bo'lasizlar, choyxonada o'tirib, Feyman, bilaman Feyman usul. Men bilaman Feyman usul. Hayotda ishlatmaganman, lekin bilaman. Примерно shunaqa, mana bunaqa odamlarga aylansizlar, mana bunaqa. Xo'p, endi muhitni ta'siri masalasida, shu o'rinda reallik va muhitning ta'siri doirasida bitta narsani tushuning. Insonning miyasida ko'zgu neyronlar bor. Inson taqlid qilishga mo'ljallangan mavjudot. Odam taqlid qiladi. Ya'ni odam taqlid qiladi degani nima degani? Bizni hamma narsamiz taqlid. E'tiqod, ishongan narsalarimiz, to'g'ri bilgan hamma narsa atrofimizdan kimdir bizga o'rgatgan, tushuntirgan. Orolda tug'ilganingizda o'zbek tilini ham bilmassiz. Tushunamizmi? Ya'ni mana shu joyda misol qilib keltirib beraman. Haligi yoshligingizda kimda mana bunaqa bo'lgan? Men deb yozasizlar. Bayvik ko'rdinglar, kimdir bitta odam chiqib hammani urib tashladi, to'kib tashladi, sindirib tashladi. Haligini ko'rdinglar-da yoki bir agent haqida kino ko'rdinglar, bolalarda bo'ladi. Ertasi kuni maktabga jim kelasizlar, mana bunaqa seriozno yoki mafiya ko'rib oldinglar. Yoshlar mafiya ko'rishadi. Yosh kattalar ham shunaqa hozir, ba'zilari haligi o'zidan Asadbek yasab oladi, mana bunday qilib keladi. Ayniqsa yoshligimizda kim men deb yozinglar, kimda bo'lgan shunaqa narsa. Men deb yozinglar, ya'ni ko'rib oldingizda bir kishi bittasini urib tashladi hamma joyda, tam baylik ko'rdingiz, jiddiy bitta aloqa bor, shu yerda geroy bor. O'zi to'xtamasdan gapirasiz, lekin shuni ko'rib olib, takoy jiddiy kelyapsiz, jiddiylashib olgansiz. 1-2 kunga ta'sir qiladi haligi narsa. Hech e'tibor berganmisiz? Jiddiy yurasiz yoki tam mafiyadan kino ko'rib olasiz, shunga taqlid qilib yurasiz. Bu yoshlikda ishlaydi, bu odatda bizni ko'zguni. Ba'zilar ham rivojlanishdan qolib ketganlar yosh katta bo'lganda xuddi shunaqa bo'ladi. Mafiya man deb o'ylaydi yoki mafiya kino ko'rib oladi, yuradi. Asosiy masala nimadan iborat? Bu ko'zgu neyronlar. Bu bizning tabiatimiz. Shunaqa inson shunaqa yaralgan, boshida bor. Endi bizga guruh ta'sir qiladi, muhit ta'sir qiladi. Mana shu ko'zgu neyronlarda nimaga atrofimizdagi odamlar qanaqa gapirsa, qanaqa bo'lsa, nima deb yursa, biz ham shularga aylanamiz. Kulgili, hazilsiz, lekin bor narsalardan biri, agar ko'p testning kontakt qiladigan bo'lsangiz, siz ham shunaqa qilib qolasiz. Siz ham shunaqa qilib qolasiz, shu atrofingizdagilarga o'xshab qolasiz. Endi guruh kutuvlar degan narsa bor. Guruh sizdan nimadir kutadi. Misol uchun, men sizga точно aytaman, agar o'zingizni hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hayotingizdagi eng asosiy muammongiz do'stlaringiz bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki rejimga kirmoqchisiz, ertalab turmoqchisiz ozonda, yugurmoqchisiz, shug'ullanmoqchisiz, ortiqcha ovqat yemoqchimisiz deylik yoki tam ingliz bilan shug'ullanmoqchisiz. Do'stlar yig'ishdi. Oqibatni yo'q qilib ishoning, do'stlaringiz yo'ldan uradi. Chunki ular sizlardan nimadir kutadi. Ya'ni meni do'stim mendan choyxonaga oldiga kelishimni kutadi. Meni do'stim mendan kechqurun bitta kofeni olib, tam mashina bilan qayergadir borib gaplashib 11-12 gacha turishimni kutadi. Men ertalab turmoqchiman. Men chempion bo'lmoqchiman. Mayal solmoqchiman. Men nimadir qilmoqchiman, o'zgarmoqchiman-da. Ana unga yoqmayapti bu narsa. Nimaga? Chunki uni mendan kutuvi bor. Ko'rdingizmi muhitda qanaqa ta'sir borligini? Qanaqa shunaqa kutuvi bor. Ya'ni bu juda ham og'ir ahvol.
Shuning uchun atrofingizda kim bor, kim yo'q, shu narsaga ham sal e'tiborliroq bo'lishingiz kerak. Ma'lumot foni. Atrofingizda ma'lumot foni degani muayyan guruh, muayyan ma'lumot haqida gapirishadi. Misol uchun 5 ta odam qanaqadir tema bo'ladi, o'rtada mavzu bo'ladi. Mana bu mavzu bo'ladi. Haligi mavzuni gaplashishadi, umumiy mavzular paydo bo'ladi. Ya'ni yaxshi mavzular bo'lsa yaxshi, tipa pul topish, sog'liq, yana bir narsa, rivojlanishga tegishli. Lekin agar bir g'alati mavzular bo'lsa, bo'ldi, kirdingiz shu joyga, chiqib ketishingiz juda qiyin bo'ladi. Muhit sizga ta'sir qilishda zo'r bo'linadi. Ko'rmaysiz, ya'ni dunyo mana shu mavzudan iborat bo'lib qoladi sizga. Va bu mavzuga qarshi bo'lgan narsa sizga noto'g'ri deb tuyuladi. To'g'ri bo'lsa ham. Mana shu ham bitta muammolardan biri. Keyingi masala reframing. Reframing degani o'zingizni hali guruhdagi insonlar bilan solishtirasiz, ularga o'xshashni boshlaysiz. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Keyingi masala anchoring. Anchoring degani langarlashtirish degani. Langar, ya'ni langarlashtirish degani sizni miyangizga turli xil assotsiatsiyalar o'rnab qoladi-da. Misol uchun deylik, shu guruhingizda uyga erta borish kulgili. Hamma uyga erta boradi, qiladi, siz ham shuna olib qolasiz. Siz ham xuddi shuna olib qolasiz, bir xil bo'lib qolasiz, miyangizga shu narsa o'tirib qoladi. Shu asosiy ikkita masala mana, ya'ni yana bir marta ilmga xalaqit qilish jarayonida men sizlarga hozir bitta xotiraga tegishli bitta zo'r usul o'rgatdim. Bir shug'ullansanglar bo'ldi. Sekin-sekin foiz ko'tarib boradi. Bloklar haqida gaplashdik. Ya'ni blok degani shu sizga xalaqit beruvchi narsa. Yana bitta yo'lingizni to'sishi mumkin bo'lgan narsa siz muhit. Boshingiz ichiga o'tiradi, sizni suradi, hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hali qilmaydi. Undan tashqari, misol uchun menga ko'pchilik aytadi, men bilan hayotda gaplashib ko'rgan insonlar, siz oldingizda o'zim sal yaxshiroq his qilaman deydi. Ayniqsa muammosi bor inson. Nimaga? Chunki men juda yengil qarayman. Ularda bor muammoga, chunki muammo emas ko'pincha. Voydod bir narsa bo'ldi, o'zingni bos, kimdir o'ldimi desam, yo'q. Hech kim qamalmadimi? Hech kim qamalmadi. Hamma narsa yaxshimi? Yo'q, bolang nogiron tug'ildimi? Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q. Bo'ldi, nima bo'ldi unaqa? Hech narsa bo'lgani yo'q. Sam, men o'ylaydi, haqiqatdan hech narsa bo'lgani yo'q deydi va hokazo. Ya'ni bu odamning ta'siri, atrofingizda fojiachilar bo'lsa, voydod bir narsa ishoning, psix bo'lib qolasiz. Maksimal uzoqlashing mana shunaqa insonlar. Noluvchilar, fojiachilar, boshingizga urib, sizni ham psix qilib qo'yadi. Bu hayotda imkon qadar tinchroq, sal hayotga real qaraydigan, mana bunaqa shoshilmaydigan, sal spokойныйroq insonlarga intilishga, talpinishga harakat qiling. Buning uchun o'zingiz ham shunaqa insonga aylansangiz, sekin-sekin hammasi yaxshi bo'ladi. Endi intizom masalasi. Juda muhim narsa intizom. Juda ham muhim narsa intizom. Mani sohamda intizom eng muhim narsa. Aniq bu. Talant ham, gen ham muhim 100%. Men muhim emas demayman. Lekin umumiy oladigan bo'lsangiz, intizom hamma narsadan ustun. Chunki talant, geningiz shug'ullanmaganingiz bilan, intizomli har kun bir narsa qilmaganingiz bilan sizga hech qanaqa yordam bermaydi. Bu narsaning iloji yo'q. Shuning uchun intizomning asosiy darajalari haqida gaplashib o'tamiz. Men bitta har bitta darajasini ochib chiqaman sizlarga hozir va oxirida intizomning yuksak darajasini tushuntirib beraman. Eng yuqori darajasini tushuntirib beraman va o'sha darajaga qanday qilib erishishingiz mumkinligini ham aytib beraman. Qarang. 5 ta asosiy daraja bor. Birinchi daraja voydod darajasi. Voydod darajasining bir nechta belgilari bor. Bunday qilib qo'ya qolaylik. Yana kimdir bor. Bu yerda men boshlig'iman, ongli hayot va super odam degan darajalar bor. Qarang. Bu darajalarni men shunaqa rotatsiya qilib chiqmaganman. Mana bu darajalarning nomini Maksim Dorofeyev degan inson o'z kitobida yozgan. Juda ham zo'r tushuntirib bergan holatda. Va men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Voydod darajasi. Voydod darajasi degani birinchi masala shoshilinch hissi juda ham katta. Hamma narsaga shoshilish. Emotsiyalaringiz boshqara olmaysiz. Emotsiyalar sizni boshqaradi. Ya'ni his-tuyg'ular qaynab yotibdi, shoshilyapsiz, nimadirdan qolib ketayotgandek tuyulyapsiz, umuman hech narsaga ulgurmayapsiz, hayotingiz dabdala qarash. Shunga ham nomi voydod. Bu eng og'ir daraja. Mana shu darajadagi inson odatda intizomli bo'la olmaydi. Qanday qilib chiqib ketish hozir gaplashamiz. Keyingi. Yana kimdir bor darajasida уже bunaqa inson kundalik hayotdagi ishlarni bajara oladi. Lekin maqsadga tegishli qanaqadir jarayonlar, harakatlar, uzoq muddatli maqsadlar, masalan, til o'rganish, sport bilan shug'ullanish va hokazolarga kuchi yetmaydi bunaqa inson. Kundalik dadamga uni olib kel, qanaqa ishdagi ishlarni bajaradi, vроде бы normalniy, stress ham bor. Ya'ni stress ham
voydodchalik kuchli emas, lekin bolta ko'p, passiv stress bor. Kechasi o'ylab yotasiz bu darajada. Kechasi o'ylab yotasiz, nima qilyapman, nima bo'lyapti o'zi hayotim bilan va hokazo. Endi 3-daraja. Bu yerda men boshlig'iman degan daraja. Bu yerda men boshlig'imanda qanaqa? Bunaqa inson o'zini boshqara oladi. Intizomli desa bo'ladi, intizom bor. Kundalik ishlarni bajarasiz polностью. Kundalik ishlarni bajarasiz, hammasi yaxshi, lekin maqsadlaringiz uzoq muddatli emas. Ya'ni 1 yillik maqsadlarga bajara olasiz ishlarni, lekin uzoq muddatga qanaqadir 10 yil, 5 yil deylik, qanaqadir katta maqsadlarni nima qilishni bilmaysiz. Vroде бы yaxshi, ya'ni men bu o'zi bu normal patologiya emas. Agar men bu darajada bo'lsangiz, afsuski ko'pchilik yo bunda yo mana bunda demak уже sizda konkret muammolar bor. O'zingiz umuman boshqara olmayapsiz. Xo'p, keyingisi va 4-daraja bu ongli hayot darajasi. Ongli hayot darajasida odamda hammasi yaxshi, cho'tki. Ongli hayot darajasida siz maqsadlaringiz hammasini bajaryapsiz, intizom joyida, stress 0 deyarli. Endi stress umumiy 0 bo'la olmaydi, yo'q deyarli. Normal, hammasi yaxshi, hammasi joyida, bir chekkada hamma narsani bajarib ketyapsiz. Mana shu narsani odatda biz ongli hayot deymiz va bunaqa insonlar уже tam kuchli inson bu. Bu inson ko'p narsa qiladi, ko'p narsani ulguradi. Agar bironsa bo'lib qolmasa va hokazo. Oxirgi daraja super odam. Sverxcheloyek. Bu darajadagi inson ong bilan miyasi bitta ishlaydi. Ya'ni bunaqa insonda hech qanaqa konflikt yo'q. Ichida konflikt. Mana odatda bizda konflikt bo'ladi-yu, odam ahamiyat berganmiz, ichimizda xuddi ikkita shaxs yashagandek. Misol uchun kulgili-da, bitta shaxs aytadi, dushanbani yorib tashlayman, sindirib tashlayman, ertalab turaman, 5 uni qilaman, bu qilaman deydi. Ikkinchi shaxs dushanba kuni keladi, hech narsa qilmaydi. To'g'ri deb bilgan narsani qila olmaymiz. Men to'g'ri deb bilgan narsamizni qilish ham qiyin. Tasavvur qiling, ongli ravishda to'g'ri mana shuni qilishim kerak deb turgan joyimizda qila olmaymiz. Qanchalik qiyinni. Bunaqa insonni super odam, u уже o'yladimi, bo'ldi, qiladi. Ertalab 4 da turish kerak, bo'ldi, ertadan turishni boshlaydi, tamom. Hech qanaqa qiyinchiliksiz. Bu super odam, bu milliarderlar, jahon chempionlari, bilaman, Ronaldo, Elon Musk, qanaqadir olimlar, shunaqa insonlar. Ya'ni bu insonlarda, ular ham inson, lekin bularning bitta zo'r qobiliyati, ularni ichida konflikt yo'q. Yo'q konflikt, ya'ni nima nafsini deyarli 100% ga tegib bo'lgan. Ularga shart emas. Men kerakmi qiladi, kerak emasmi qilmaydi. Ortiqcha hech qanaqa konflikt yo'q boshida. Okey, mana shu narsani qilishim uchun men buni yemasligim kerakmi? Bo'ldi, men yemayman bugundan, tamom. Tushundingizmi? Mana shunaqa insonlar. Endi asosiy savol super odamga qanday qilib aylanish mumkin? Va bu narsani qilish uchun muayyan algoritmlar bor. Men buni oson demayapman. Men buni oson ertaga hozir men sizlarga tushuntiraman, ertaga sizlar hammanglar shunaqa bo'lib qolasizlar. Bu haqiqatdan juda yiroq narsa. Chunki bunaqa darajaga odam tug'ilib kelmaydi. Bu yillar mobaynida sekin-sekin etapdan etapga o'tib, sekin-sekin mana shu yerga yetib keladi. Bundan keyin mana tasavvur qiling, bu narsani ba'zi God mode deydi, ya'ni shunaqa modga o'tib qoladi siz miyangiz, sizni hech narsa qiynamaydi. Rohatda yashaysiz. Rohat, siz uchun ish rohat, til o'rganish rohat, qozonda turish, hamma narsa rohat bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Juda ham o'sgan narsa. Ko'pchilik o'ylaydi, milliarderlarni yoki qanaqadir kuchli sportsmenlar irodasi kuchli. Irodada emas gap. Gap rohatda. Irodada emas gap. Iroda uzoqqa boradigan narsa emas. Shuni tushunishga vaqti keldi. Iroda uzoqqa bormaydi. Siz majburlamaysiz o'zingizni bir necha oy uzog'i. Bo'ldi, uziladi keyin. Tushundingizmi? Ronaldo bilmayman, 25 yildan beri bir xil yashayaptimi? Bu iroda emas. Shundan rohatlangani uchun maza qiladi.
25 yil kompyuter o'ynash qo'yib bering odamlarga, hammasi o'ynaydi. 99% o'ynab beradi bemalol. 25 yil divanda yotib, kayf qilib, maza qilib ovqat yeb, faqatgina serial ko'rish qo'yib bering, любой odam qila oladi. Nimaga? Chunki rohat. Chunki kayf, chunki maza qilishadi. Bu yerda xuddi shu logika, xuddi shu bir xil logika aynan mehnatga nisbatan. Tushunasizmi? Xuddi shu mana bu oladigan narsangizni mana bu ola olsangiz, siz hammadan ko'p ishla olasiz. Charchamasdan. Misol uchun mana milliarderlarni qarang, Elon Muskga na minutga 800 milliard dollar pul bor. Mana bu summani tasavvur qiling, 800 milliard dollar pul bor, 800 milliard. 800 milliard dollar pul bor. Tasavvur qiling. Bu degani 800 ta odamga 1 milliarddan pul berib chiqsa, 800 ta milliarder bo'ladi degan. Pul tasavvur qilyapsiz, 800 kishi milliarder qila oladi. Shuncha puli bor inson bitta orol sotib olib, butun umr kayf qilib yashay olmaydi deysizlarmi? Puli yetmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Shahar qurib olib shu yerda yashasa ham bo'ladi bitta o'zi. Любой narsa pul yetadi. Lekin ertalabdan kechgacha itda ishlashning sababi rohat. Mana. Super odam bo'lish bu kayf. Rohatlanasiz jarayonni. Tushunamizmi? Masala shunday. Shu haqda xudo xolasa hozir gaplashamiz. Qani. Endi hozir men sizlarga algoritm tushuntirib beraman. Super odam bo'lish algoritmini. 1 2 3 4 5 qilib bir nechta o'sha asosiy qismlarni beraman. Bundan oldin yangiligim bor. Plus passwordsizlar yangilikni men sizlarga e'lon qilaman, tushuntirib beraman nima yangiligini. Xo'p, yana bir marta bir bosib olinglar, super odamni davom ettiramiz. Hammani tabriklayman. Kim qo'shilgan bo'lsa, hammanglar bilan bog'lanib chiqamiz, xudo xolasa 24 soatda. Bu degani ertaga kechgacha faqat iltimos mana shu raqamga sal hushyorroq bo'lsanglar, telefon qilish jarayonida sizlar bilan bog'lanib, sizlarni qo'shishadi. Lekin qolganlarga ham. Keyin hozir oxirida sovg'a ham beraman. Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, yangilik tugadi, taqdimot tugadi. Обязательно kiringlar. Hozir qanday qilib super odamga aylanish mumkinligi haqidagi algoritm haqida gaplashamiz. Ketdik. Обязательно kiringlar. Pastda havola ketdik. Zuhrol Mahs ha deb javob berdim u. Ya'ni siz bir xil savol beryapsiz. Ha desam shu savol beryapsiz. Eng qiziq ko'zim tushyapti o'z savoliga. Nimaga shuncha yozgan insonni. Xo'p, ana qaranglar. Davom etamiz. Davom etamiz. Slayd top chiqsa bo'ladi. 5 minutes. Slayd top chiqsa bo'ladi. Hop, dars davom etamiz. Bo'ldimi, ko'rinyaptimi? Qarab turinglar. Asosiy masala nimadan iborat? Super odam bu ongli ravishda butun hayotini boshqara oladigan inson. Bu haqida gaplashdik. Men sizlarga rotatsiya ham qilib berdim. Ya'ni men bitta ko'rsatib berdim. Nima masala, qanday har bittasini yozib chiqdim. Mana ongli hayot nima, super odam nima uchun bu shunaqa ishlaydi. Bitta narsani yaxshilab tushunib olishingiz kerak o'zingiz uchun. Etapdan etapga o'ta olasizlar. Ya'ni bitta etapdan ikkinchi etapga o'tishingiz mumkin, teskarisiga ham yurish mumkin. Ya'ni qachondir zo'r bo'lgansizlar, sportsmen bo'lgansizlar, dahshat bo'lgansizlarda butun boshli pastga tushib ketishingiz mumkinmi? Absolyutni bu narsa imkoni bor. Lekin men sizlarga hozir bitta algoritm beraman. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'ladi. Qanday qilib bu yoqdan bu yoqqa o'tishingiz mumkinligini tushuntirib beraman. Xo'p, qaranglar. Qanday qilib super odamga aylanish mumkin? Algoritm. Ya'ni algoritm nima degani? Ketma-ketlik. Asosiy narsalarni ketma-ketligini sanab beraman. 1 2 3 qilib bir ham qadam tushuntirib beraman sizlarga. Birinchi masala. Birinchi va eng asosiy masala bu uyqu rejimi. Uyqu bu eng asosiy narsa men nazarimda. Bu yerda nimaga degan savol uchun men sizlarga bitta kitob tavsiya qilaman. Yozib olinglar. Zo'r kitob, Matthew Walker degan insonni Why We Sleep degan kitob bor. Ya'ni biz nega uxlaymiz? Yozib olinglar, iltimos yozib olgan bo'lsangiz plus bosib olinglar. Juda ham muhim bu. Mana shu kitobni o'qib chiqishingiz kerak. Why We Sleep, ya'ni biz nega uxlaymiz? O'zbek tilida tarjima qilinmagan bilmayman. Ingliz tilida aniq topsanglar bo'ladi, bor bu narsa. Plus bosib olinglar. Mana men kitob tavsiya qilayman, как раз. Why We Sleep, ya'ni biz nega uxlaymiz? Plus bosib olsanglar men davom ettiraman.
Qaysi kursda Abdullo aka u kursga o'sha qo'shila olmaysiz, bo'ldi, qolib ketdi. Plus bosinglar bo'ldi. Yana bir marta, nima uchun uyqu juda ham muhim? Qaranglar, bizda samaradorlik tushunchasi bor. Ya'ni deylik, qanchadir ham energiyangiz bor, misol uchun. Slaydda olib tashlanglar bo'ladi hozircha, bolalar. Qanchadir ham energiyangiz bor, misol uchun. Bitta narsani ko'pchilik tushunmaydi. Hamma qilmoqchi bo'lgan narsangiz samaradorlikka borib taqaladi. Siz samarador bo'lishingiz kerak. Tushunasizmi? Ya'ni samaraliroq usulni o'ylab topmoqchi bo'lasiz. Nimaga? Chunki insonda resurs cheklangan. Agar siz deylik mashinangizni zaryadga qo'ymaydigan bo'lsangiz, uzoq masofaga bora olmaysiz. Lekin nimagadir uyqudan biz chopishga harakat qilamiz. Mani asosiy filosofiyam nimadan iborat? Falsafam shundan iboratki, uyqu bo'lmasa xotirani rivojlantirish umuman befoyda. 100% ayta olaman, uyqu, ya'ni tiklanish bu eng asosiy narsa. Endi me'yoriy uyqu degan tushuncha bor. Bu nima degani? Kimdir 4 soat, 5 soat uxlab uyquga to'yishi mumkin, kimdir 10 soat, kimdir 8 soat uxlaydi. Hammamiz har xil yaralganmiz. Asosiy masala o'sha me'yor topsanglar bo'ldi. O'rtacha men nazarimda bu yerda bir 8 soat atrofida bo'lsa kerak. Bu birinchi masala. Ya'ni super odamga aylanish uchun, haqiqatan ham ongingiz bilan miyangizni bir-biriga bog'lash uchun uyquga to'ygan bo'lishingiz kerak kamida. Ya'ni siz nima deydi? Chala uyquda boshingiz og'rib yurgan unaqa bo'lmaydi, iloji yo'q. Keyin tana mushaklari. Ya'ni tana mushaklari degani skeletniy muskulatura deydi. Bu nima? Bu aynan katchok bo'ling, buqa bo'ling, zalga chiqib turib, fitness zalga chiqib turib nimadir qiling demayapman, unaqa deganim yo'q. Men nima sizlarga yetkazib bermoqchiman? Sog' tandagina sog'lom aql. Ishoning, bu juda ham muhim. Ayniqsa yoshingiz o'tgan sari qarab turaylik. 40 dan keyin ikkita asosiy muammo boshlanadi. Birinchisi sarkopeniya, ikkinchisi osteopeniya. Bu nima degani? Mushak massasini yo'qotishni boshlaysiz. Ikkinchi massasi suyak massasini yo'qotishni boshlaysiz. Chunki men oldimga qori yigitlar kelgan 2023-yillarda eslab qola olmayman, madrasada o'qiyman degan. Bilsam 4 soat, 5 soat o'tirishar ekan, beli og'riyapti ekan. Men fitness zalga chiqqan, belingni to'g'rila deganman. Oddiy shu mashq orqali diqqatni yig'a oladigan bo'lib qolgan. Chunki kuchayganda, ya'ni tanangiz kuchli bo'lishi kerak, qo'pol qilayotgan. Professional sportsmen bo'lishingiz kerak demayman, ya'ni qanaqadir bir olimpiadani yutib boshqa narsa yo'q. Prosta insonning tanasi jismoniy baquvvat bo'lsa bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Bu bir. Keyingi masala, bu ikki. Miya ozuqalanish, ozuqa. Ya'ni ozuqa deganda to'g'ri ovqatlanish kerak. Men sizlarga bu yerda hozir tavsiya berib o'tirmayman, chunki men dietolog emasman. Shunchaki birorta vrach bilan gaplashsangiz bo'ldi. Asosiy narsa musor yemasangiz bo'ldi. Misol uchun fast food, ko'p shirinlik, misol uchun deylik, aynan xotiringizga zarar qilishi mumkin bo'lgan, sizni tanangizga zarar qilishi mumkin bo'lgan narsa. O'zimizni o'zbekcha after Matthew Walker. Men oxirida yozib ham beraman hozir. O'zimizni o'zbekcha ovqatlar bemalol oshib toshib yetadi. Asosiy shunga qarasangiz bo'ldi, suv balansini ushlasangiz bo'ldi. Bu narsani gidratatsiya deydi. Xo'p, keyingi masala missiya. Keyingi masala missiya. To'rtinchi masala missiya. Bu degani, qaranglar mana. Katta maqsadni bitta belgisi bor. Katta maqsadni amalga oshirish uchun odam o'zgarishi kerak butunlay. Kichkina maqsadni mana prikol nimada aytaymi? Katta maqsad amalga oshirish sal osonroq ba'zida. Ishoning, sal osonroq ba'zida. Ya'ni katta maqsad deganda men tam milliard dollar yana bir narsa demayapman, unaqa demayapman, yo. Ya'ni qilayotgan ishingizni katta maqsad uchun qilish. Misol uchun men ham dars o'taman demayapman-ku. Men odamlarni o'zgartirmoqchiman. Hozir 50 mingta odam o'qigan bo'lsa, mana bunaqa bepulida tasavvur qilaverasiz. 3 million, 4 million kishi o'sha registratsiyadan o'tgan bo'lsa, bepulda chunki ko'proq odam bo'ladi. Men endi maksimal motivatsiya boshqa narsa berishga harakat qilaman. Asosiy masala nimada? Men global o'ylayman. Meni asosiy niyatim insonlar miyasini ishlatishni o'rgatish. Odamlar aqlli bo'lishini xohlayman, hamma. Xususan biz davlatda. Masala shunda, bu meni missiyam. Tushunyapsizmi? Energiya qatdan keladi. Shunchaki anta 3-4 ming dollar pul topaman, anta ovqat yeb yotaman emas, yo'q, bundan boshlanmagan, ishoning. Hayotimni 1 sekund, hozir misol uchun men mnemonika orqali, dars o'tish orqali pul topaman, yaxshi pul topaman, lekin shuni deb boshlamaganman-da, prikol shunda. Shuni deb unaqa benzin yetmaydi. 13 yil yura olmaysiz bitta joyda.
Shuncha uzoq periodda siz bunaqa yura olmaysiz. Bu narsa imkoni yo'q. Faqatgina motivatsiya shundan iborat bo'lsa. Shuning uchun yaxshilab o'zingiz uchun tushunib olinglar. Sizga juda ham katta global vision kerak bo'ladi. Bu narsa hozir bo'lmasa qo'rqinchli emas. Hech narsa qilmaydi. Lekin visioningiz bo'lishi kerak. Vision eng qizig'i bitta masala. Vision bola tarbiyasi bilan ham bo'lishi mumkin. Men bolamni shunaqa inson qilamanki, u tam bilmam prezident bo'ladi misol uchun. Bu ham sizning visioningiz bo'lishi mumkin. Sizning asosiy ichingizdagi trigger sizning missiyangiz bo'lishi kerak. Missiya nima? Missiya bu sizdan katta bo'lgan narsa. Keyingi masala rejalashtirish. Обязательно o'tirib yozib chiqinglar. 1 yil, 3 yil, 5 yil, 10 yil, 15 yilga reja tuzishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa meni o'zimda yaxshigina oqsoqlangan. Misol uchun mana bu periodda men uncha bilmayman nima qilishimni. Men 5 yilgacha menda plan bor. Yo'q edi shu. Taxminan bir 6 oylik oldin paydo bo'ldi. Men примерно tushundim. Men ko'rish boshladim. Ha, men mana shuni qilishim kerak ekan dedim. Hozir ishoning, men 5 yil, keyingi 5 yilim men rejalashtirdim. Reja bu bashorat emas. Albatta hamma narsa boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Men bilmayman, o'lib qolishim mumkin, tavba qildim. Lekin asosiy masala nimada? Men bilaman, agar hamma narsa yaxshi bo'ladigan bo'lsa, men keyingi 5 yilda nima qilishim. Agar bilmasangiz, men savol bo'lsa, bu yaxshigina muammo, bu problema. Buni xudo xohlasa hal qilish kerak. Mana shu kompilatsiyada mana shu hamma narsa qo'shilgandan keyin sizni hayotingizda asosiy narsa paydo bo'ladi. Lekin yana bir marta men sizlarga tushuntiryapman. Insonlar, iltimos tushuninglar, inson tabiatiga qarshi chiqmanglar. Odam o'zgarishiga vaqt kerak. Tushundingizmi? Men sizlarga hozir aytdimda, miyiz chiqdi, o'zgardingiz, ertaga nimadir qilyapsiz. Bunaqa bo'lmaydi, bu fantastika. Bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Imkonsiz. Gar shunaqa ekan, prosta har bitta aspekt bo'yicha sekin-sekin ish olib borishni boshlang. Men bundan boshladim menimcha. Ya'ni bu eng muhimi demayman. Bu yerda meni nazarimda eng muhimi bu missiya. Hatto qolganlar siz ham bo'lmaydi, lekin men oson boshlash. O'tirib, tak, okey, keyingi 3 yilda nimani xohlayman hayotimdan. Hatto shu narsa. Missiyangizni topish bu 100% sizga bog'liq narsa. Men bu narsada yordam bera olmayman, men bilmayman. Hammaning missiyasi o'zi. Yana bir marta ko'cha shipirish ham missiya bo'lishi mumkin. Hazilsiz aytayman. Dunyoni toza qilaman. Tushunyapsizmi? Ya'ni odamning niyatiga bog'liqda. Misol uchun kimdir masjid quradi, men g'ish qo'yayapman deydi. Kimdir aytadi, men butun dunyoni yaxshilayapman deydi. Odamlar kelib gunohni yuvadi deydi mana shu binoda. Qilayotgan narsangizni qanday ko'rishingiz? Nimaga kerak bu davron aka? Bu nimani o'zgartiradi degan savolga javob juda oddiy. Sizni harakatingizni o'zgartiradi. Bu mo'jiza emas. Siz boshqacha his qilasiz o'zingizni. Kuchingiz doim yetadi. Hech qachon kuymaysiz, burnout bo'lmaysiz, yonib, kuyib, to'xtab qolmaysiz. 100% aytaman sizga. Mana shu narsani bilsangiz. Ishoning, misol uchun, meni hozir qilmoqman 5 yilgacha men bitta narsani ko'rdim dedim-ku, shuni qilmoqchiman-da, nima to'xtata olaman? O'lsam to'xtayman, xolos, katta ehtimol. Hech qanaqa boshqa pregrada yo'q. Men точно bilaman, men oxirigacha imkon qadar oxirigacha borib shu narsani taqiyman qo'limda kelgungacha. Va men nazarimda qila olaman. Nimaga bu ishonch kelyapti? Chunki men o'zim missiyamni topganman. Bir necha yil oldin men tushunganmanki, bo'ldi, Davron, sen o'qituvchisan, tamom, sen peshonangga yozilgan narsa odamlarni o'rgatish. Nimaga o'rgatish? Eng asosiy narsaga men nazarimda xotirani rivojlantirishga. Va keyingi masala sukut masalasi. Nima degani? Akalar, hurmatli ishtirokchilar, yolg'izlikda bo'lib turinglar. Hatto bitam 1 oyda 1 kun. Kelishdagi. Keyin deb hammaga o'zinglarni planinglarni aytib, buni qilaman, kerak emas. U maqsadingizni amalga oshirish ehtimoli pasayadi. Bu fakt 100% men sizlarga aytaman. Shuning uchun asosiy men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam nimadan iborat? Juda ham muhim deb hamma narsani hammaga aytavermaslik. Va 7-etap super odam bo'lish uchun bu fikrlashni rivojlantirish. Buni eng zo'r usulni aytaymi? Aqlli insonlar bilan suhbat qilish. Вообще kayf yoki tam podkast ko'rishingiz mumkin yoki miyangizni rivojlantirishingiz mumkin. Qanaqa yo'llar bilan o'zingiz bilasiz? Shaxsan men uchun bu mnemonika, kim uchundir bu shaxmat bo'lishi mumkin, kim uchundir boshqa narsa bo'lishi mumkin. Va hokazo qanaqadir bitta yo'lni topib turib rivojlantiradigan bo'lsangiz, mana shu hammasi bir-biriga qo'shilgandan keyin, ya'ni miyani rivojlantirish bu sizga mana shu jarayonni beradi. Xo'p, tushunarli bo'lsa bitta plyus bosib olinglar. Bu katta ish, xudo xolis qo'lingizdan keladi. Men ishonaman bu narsaga.
Planda qo'rquv bo'lsa-chi, nimadan qo'rqasiz? Bay. Odamlar ajoyibda. Mark Avreliyning zo'r gapi bor. Nimasidir yo'qotishdan qo'rqadiganlarni tushunmayman deydi. Bu dunyo senga hech narsa tegishli emasmi? Nimangizni olib ketasiz o'lganingizni? Menga aytingchi. Bitta narsani ayting, men o'lganimda mana shuni olib ketaman deng, menga ayting, shu narsani yozib bering menga. Nimani olib ketasizlar? Hech narsa sizniki emas, men topgan pulingiz ham vaqtincha. 1 milliard dollar pul topasiz, nima masala? Siz bu vaqtincha narsa-ku, mashina vaqtincha narsa. Hamma narsa vaqtincha, siz o'lasizku, sizniki emas-ku. Arendaga olasiz, ketasiz bo'ldi. Hozir yashab turgan uyingizda, siz butun umr bolalaringiz boqqan uyingizda, begona odam yashamaydi ertaga. Siz borligingizni bilmaydi ham, uyda yashaganingizni ham bilmaydi. Yashaydi, kayf qilib, bolasi tug'iladi, boshqa qiladi, u hokazo. Yoki kimdir o'tirib ichadi shu uyda. Butun umr yashab o'tgan uyingizda begona odam yashaydi. Aniq bu. Men yana bir marta bu bilmayman, anaqa illyuziyada yashamaylar. Shunga men yana bir marta nimadandir qo'rqishni o'zi tupizm. Tushunasizlarmi? Men bu degani jinniga o'xshab sizdan qo'rqmasdan gazini bosinglar degani emas. Yo'q, prosta qo'rquv sizni to'xtatishgan emas-da. Xo'p, bo'ldi. Hammaga rahmat. Avvalambor efir yozib olinadimi? Nechigacha turadi efir? 12gacha ko'rib olsangiz bo'ladi, 2 soat vaqtingiz bor. Hammaga rahmat avvalambor qatnashganingiz uchun, vaqtingizga rozi bo'linglar. Shaxsan men mazza qildim. Kim super xotiraga qo'shilgan bo'lsa, hammanglarni tabriklayman. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qoldinglar. Kim super miyaga qo'shilgan bo'lsa, bundan oldin sizlarni 2 barobar tabriklayman, chunki super xotirasi uchun bonus. Asosiy masala nimadan iborat? Biz ustozlar faqatgina yo'l ko'rsata olamiz, harakat qiluvchilar sizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, meni rivojlantiringlar. Paka.